Assalomu alaykum hammaga. Birinchi podkastimiz mehmoni Topics ta'lim brendi asoschisi Rustam Nishonov. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ustoz, demak savollarni berishni boshlayman. Xo'p, birinchi savolimiz o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz va ta'lim sohasiga qanday kirib kelgansiz? Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum. Demak, bu bizning loyihalarimiz ta'lim sohasida tadbirkorlik sohasi, ya'ni Topics ta'lim brendi nomi ostida hozirgi kunda o'quv markaz, xususiy maktab, xususiy texnikumlar tashkil qilganmiz. Topics o'zi bizning oliy maqsadimizdan kelib chiqib ushbu brend yo'nalish qo'yilgan, ya'ni biz har bir o'quvchimiz, har bir talabamizni kelgusida o'z sohasining eng professionali, ya'ni eksperti darajasidagi bo'lganda ham top darajasidagi ekspert kadrlar o'z sohasining eng professionali bo'lishini oliy maqsad qilgan holda Topics so'zini, ya'ni top ekspert so'zlarini qisqartirmasdan Topics brendi patentlangan, yasalgan va ushbu nom ostida hozirgi kunda Toshkent shahrida 3 ta joyda o'quv markazlar faoliyat yuritmoqda. Shuningdek, Toshkent shahrida xususiy maktabimiz, Topics School xususiy maktabi hamda Topics brendi ostida Toshkent shahrida 2 ta joyda tibbiyot texnikumimiz bor hamda alohida yana Topics IT va biznesga ixtisoslashtirilgan alohida yana Topics texnikumimiz faoliyat yuritmoqda. Ushbu sohaga qanday kirib kelganligim haqida to'g'risi hammasi talabalikdan boshlangan. Talabalikda ish qidirib bitta juda yaxshi insonning yordami bilan aslida o'sha vaqtda Toshkent davlat yuridik universitetini tayyorlov kursi bo'lardi. Talabalar shaharchasida, ko'pchilik biladigan Vizgorodok deyiladi, talabalar shaharchasida. O'sha yerda boshida 5-6 oy davomida bepul ish o'rganganman, aynan o'sha tayyorlov markazida. Keyinchalik o'sha yerda ayni birinchi kursni tugatib yozgi ta'tilga chiqib ketayotgan paytda rasman ish taklif qilishgan. Shu bilan u yerda 2 yil davomida administrator, menejer bo'lib ishlaganman va keyinchalik universitetda 4-kurs bo'lgan vaqtimda o'zimizda mustaqil o'quv markazi tashkil qilganmiz. Bu 2009-yilning so'ngiga to'g'ri keladi. Shu bilan ta'lim sohasida dastlabki qadamimiz o'quv markazi tashkil etishdan boshlangan va keyinchalik boshqa ta'lim biznesining boshqa modellariga o'zgartirganmiz. Hozirgi kunda ham davom etib kelmoqda bu ta'lim loyihalarimiz. Tushunarli. Shaxs sifatida sizni ta'limga bo'lgan qarashingiz qanday? Shaxs sifatida ta'lim jamiyatda xaloskori, ta'lim barcha muammolarning yechimi va hamma yomonliklardan asraydigan va hamma to'siqlarni yechadigan bu ta'lim bo'ladi. Hammasining yechimi ta'limda, ta'lim najot sifatida ko'riladi. Bunga eng muhim va eng biz asosiy e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jabha hisoblanadi. Mening qarashim shunday. Ta'lim sohasida sizning eng katta orzungiz nima? Ta'lim sohasida eng katta orzuyim ta'lim markazi deganda butun dunyo O'zbekistonni esga olishi. Masalan, dunyoda masalan sifatli mahsulot deganda birinchi o'rinda ko'pchilikning nazarida Germaniya, nemis sifati ko'zga tashlansa, biz ham ta'lim sifati jihatidan mening orzuyim o'sha ta'lim eng sifatli maskan, ta'lim eng zo'r beriladigan maskan sifatida butun dunyo O'zbekistonni esga olishini eng katta orzularimdan bittasi. Mana shu hisoblanadi. Va mana shu orzungiz yo'lida haqiqatda davlatimiz tomonidan va o'zingiz tomoningizdan qanday islohotlar olib borilyapti va bunga fikringiz qanday? So'nggi yillarda yaxshi islohotlar boshlangan, lekin bu juda sekinlik bilan ketyapti, lekin yo'q emas. Buni yaxshi ma'noda aytsam bo'ladi. Hozirgi kunda aytdim-ku, aynan sifat jihatidan ta'lim biza Germaniyani ko'z oldimizga kelsa, hozirgi kunda yaxshi yangiliklardan biri
aynan ta'lim bosqichlari bor endi boshlang'ich maktabgacha ta'lim, maktab ta'limi, professional ta'lim, oliy ta'lim bo'lsa, hozirgi kunda masalan professional ta'lim sohasida aynan Germaniya andozasi asosida katta islohotlar bo'lyapti. Umuman so'nggi 5-6 yil davomida ta'lim sohasida xususiy ta'limga e'tibor berilganligi juda yuqori islohot sifatida ko'rilsa bo'ladi, chunki dunyodagi top universitetlarning, eng sifatli universitetlarning 80-90% xususiy ta'lim muassasalari. Gapni ochig'i 5-6 yil oldingacha hattoki ta'lim sohasida tadbirkorlik boshlagan shaxs sifatida aytaman, biz ham hattoki xususiy maktab bo'lishini meni o'zim ham tasavvur qila olmasdim. Garchi bu sohaga bir 15 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsak ham 5-6 yil, 10 yil oldin ham tasavvur qilish qiyin edi. Hattoki xususiy maktab bo'lishini. Hozirgi kunda xususiy universitetlar yetarlicha ochildi, xususiy texnikumlar tashkil etilyapti. Bu eng asosiy islohotlardan biri, bunga ruxsat berilganligini o'zi davlat tomonidan. Qolaversa, xalqaro integratsiyalashuv oxirgi 5-6 yilda yaxshi yo'lga olib borilyapti, lekin baribir bunda to'siqlar ham, kamchiliklarimiz ham yetarli. Eng asosiysi shu yondashuvni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Xalqarodan tayyor velosipedni qayta kashf qilmasdan tayyor andozalarni ko'chirsa, bu sohada ma'lum bir foizlarda o'sishga emas, karrasiga o'sishga erishishimiz mumkin. Bu uchun endi o'sha xalqaro tajribaga ko'proq moslashishimiz, integratsiyalashishimiz, ulardan tayyor andozani olib, ularni ko'chirmaslik kerak. Shunchaki ko'chirsak, o sifat o'zgarish bo'lmaydi, mentalitet jihatidan bizga mos kelmaydi. Ulardan ma'lum bir yaxshi tomonini olib, o'zimizga moslashtirib, o'zimizni dasturni, o'zimizni kontentlarni yaratib, shu yo'ldan borsakgina keskin sifat o'zgarishiga erishishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Ta'lim sohasida duch kelgan eng katta muammoingiz nimada? Ta'lim sohasida duch kelgan eng katta muammolar, bu har xil muammolarda aytsa bo'ladi. Masalan, xususiy ta'lim muassasalari tashkil etishda litsenziyalashdan tortib, o'quv jarayoni bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, amaliyot bilan bog'liq emasligi. Masalan, bizlarda nafaqat maktab deymiz yoki professional ta'lim bosqichida, hattoki oliy o'quv yurtlarida ham auditoriyadagi, sinfxonalardagi darslar amaliyotga borgandan keyin ish jarayonida umuman eskirib qolgan bo'ladi yoki eng katta muammolardan bitta shu, bu o'sha auditoriyada qanchadan qancha yo'qotilgan vaqtlar juda alamli tarzda. Bu narsani agar hisob kitobini yoki statistikasiga qaralsa, xullas muammolar juda ko'p. Endi biz hammasiga asta-asta bu narsalar yechilyapti, lekin hamma jabhasida yetarlicha muammolar bor. Islohotga muhtoj bo'lgan jihatlar ko'p. Va hozirgi paytda fikrim bo'yicha bizning talabalarda va oliy o'quv yurtlarida nazariy bilimlar berilyapti va bu bilimlar 5-6 yilda almashinyapti, ya'ni o'zgaryapti. Aslida o'tgan yili olgan bilimimiz ham bu yilga as qotmasligi mumkin. Bu haqida fikringiz va amaliy darslarni tashkil qilish uchun nima qilish kerak? Hozir oxirgi 1-2 yilda O'zbekistonda dual ta'lim tizimi degan tushuncha kirib keldi. Ayniqsa oliy ta'limda, hozir bu professional ta'limga ham kiritib kelinyapti. Bu ish va o'qishni parallel olib borish. Bu juda rivojlangan davlatlarda bu avvaldan yo'lga qo'yilgan va bu yo'ldan borilmasa yechim yo'q. Masalan, biz Germaniyaga safarimiz davomida ko'rganmiz, hattoki urda oliy o'quv yurtlari nafaqat qabul kvotasini, hattoki yo'nalishlar yoki hattoki dasturlarni ish beruvchining talabidan kelib chiqib o'zgartiradi. Hattoki masalan o'zi aslida Germaniyani bir ikkita xususiy universitetlari bilan hamkorligimiz bor. Ular o'qiydigan yoshlar kamayib ketganligi uchun talaba yuboringlar O'zbekistondan deydi. Bizlar aytamiz, endi bizda O'zbekistonda ingliz tili rivojlangan. Sizga taqdim etaylik, xohlagancha talaba yuborishimiz mumkin. Qolaversa o'sha xususiy universitetda o'qish bepul. Sababi
ular shu darajada yo'lga qo'yganki, ish beruvchi bilan birinchi kundan boshlab hamkorlik yo'lga qo'yiladi, o'qish bilan ish parallel olib boriladi va o'sha talabani ishlatgan muassasa o'sha shartnomasini institutga to'laydi. Hattoki talabaga stipendiya ham berib turadi, talabaga o'qish bepulga tushadi. Shunda juda zo'r tizim yo'lga qo'yilgan. Ana o'shalarda aytyapmiz, ingliz tilidan xohlagancha talaba abituriyent yetkazib berishimiz mumkin degan joyda yo'q, shoshmanglar. Bizda Germaniyadagi ish beruvchilarga ingliz tilidagi biladigan kadr deyarli kerak emas. Bizlarga nemis xalqiga xizmat ko'rsatadigan, nemis tilini biladigan yoshlar kerak. Degandan keyin endi bu bizning miyamiz portlab ketadi-da. Hattoki shu darajada ish beruvchining talabi birinchi o'rinda turadi. Masalan, yoshlarda qiziqish bo'lishi mumkin, shu sohaga yoshligidagi orzusi bo'lishi mumkin, lekin u keyinchalik umuman keraksiz mutaxassislik bo'lib qolishi mumkin. Jamiyatda hozir kunlik o'zgarish qancha keskin bo'lyapti. Bu necha yillik orzusidagi kasbda o'qib chiqib yo'qotilayotgan vaqtlar bizlarda hozir jamiyatimizda eng katta masalalardan biri qiziqmagan sohasida o'qigan diplomli mutaxassisliklar ko'payib ketganligi. Shuning uchun buning yechimi endi muassasalarda o'sha kerak bo'lsa maktab bosqichi tugul, hattoki bog'cha ta'limidan aynan ularni o'sha uy ro'zg'or yoki bo'lmasa mana fizika, ximiya fanlarni ham qancha tabiatga jonli o'tsa bo'ladi, amaliy laboratoriyalarni ko'rsatgan holda faqat auditoriya boshqada emas, doskada yozib tushuntirish bilan emas, uni o'tkazsa bo'ladi va professional ta'lim bilan oliy ta'limda esa 100% gacha dual ta'limga o'tkazib, ish beruvchilar bilan maslahatlashgan holda ta'lim tizimi yo'lga qo'yilsa, eng asosiy yechim shu bo'ladi. Bu davlatimizda harakat boshlandi. Buni agar yanada karrasiga jadallashtirsak, ma'lum bir foizga emas, karrasiga jadallashtirsak, bunda yaxshigina islohotlar amalga oshiriladi. Tushunarli. Ustoz, mana maktab tizimida bitta o'quvchi 12 ta, 13 ta fanni mustaqil o'rganib, agar baholash sistemasiga qaraydigan bo'lsak, ya'ni har bir darajada kuchli bo'lishi kerak. Lekin ma'lum bir o'qituvchi esa, misol uchun fizika o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, aynan fizikani bilsa bo'ldi, yetarli. Bu borada fikringiz qanday? Ya'ni o'quvchi uchun 12 ta, 13 ta fan o'rganish qanchalik qiyin, hamda o'qituvchi uchun bitta fanni o'qitib va boshqa fanlarni ma'lum bir darajada professional olib borishni talab qilish qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Bu bir hisobdan qo'shilsa bo'ladi, buni rad etadigan tomonlari ham bor. Bunda ham endi o'sha ko'pchilik hozir endi trend darajasiga chiqdi. Xalqaro tajriba deydi. Haqiqatda agar o'shani ko'radigan bo'lsak, masalan, Germaniyada bizlarda maktab ta'limini o'zi 3 ga bo'linadi. Boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'lim va o'rta maxsus ta'lim. 4-sinfgacha boshlang'ich ta'lim bo'lsa, undan keyin 9-sinfgacha o'rta va 10-11 o'rta maxsus ta'lim bo'lsa, bizlarda agar Germaniyada masalan o'sha nafaqat sifat jihati, o'sha ta'lim sifat jihatini o'shanda oladigan bo'lsak, Germaniya yoki Shveysariyalarda boshlang'ich ta'limda o'zi 6-sinfgacha bo'ladi va 7-sinfdan o'zi kasbga ixtisoslashtirilgan sinflarga bo'ladi. O'sha 6-sinfgacha deyarli hamma fan o'qitiladi. Va nima uchun hamma fan o'qitiladi? Endi bitta sinfda 30 tagacha, 20 ta, 30 tagacha o'quvchi o'qigandan keyin hammasi har xil sohani vakili bo'lishi mumkin va hammaga o'sha sohalarda asos bo'ladigan fanlarni boshlang'ich bilim bazasi qo'yiladi. Va bizlarga o'xshab 10-11-sinfdan keyin ixtisoslikka o'tilmaydi, ularda 7-sinfdan o'tiladi va 7-sinfdan keyin ularda aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan sinflar, texnik fanlarga ixtisoslashtirilgan, gumanitarga yoki mana shunday moliya iqtisodiyot yo'nalishlarga ixtisoslashtirilgan sinflarga ertaroq o'tiladi va shuning hisobiga ularda natijaviylik karrasiga yaxshi bo'ladi. Men boshlang'ich ta'limda umumiy o'tilishini tarafdoriman. Balkim o'sha bizlarda boshlang'ich ta'limni balkim 6-sinfgacha qilib yoki bo'lmasa o'rta ta'limni 9-sinfgacha emas, balkim ertaroq mutaxassisga ixtisoslashtirilgan to'g'riroq bo'lar. O'shanda yuqori sinflarda bularni soni kamaytiriladi. Bilasizmi, hozir bu tajriba O'zbekistonda o'zi boshlandi. Masalan, prezident maktablari yoki har bitta tumanda deyarli ochilib bo'lgan ixtisoslashtirilgan maktablar degan bor va ularda 5-sinfdan o'sha aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan sinflar va
7 sinfdan tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan sinflar. Bu hozir menimcha juda yaxshi samara beryapti. Buni endi umumiy o'sha 11 mingta davlatli maktabiga tezroq agar qo'llanilsa, bu tajriba hozir bu 3-4 yildan beri O'zbekistonda sinovdan o'tdi. O'zimizning farzandlarimiz ham o'sha yerda ham tahsil oladi va bu sinovdan o'tdi va yaxshi deb bilaman bu narsani. Ertaroq o'tkazish kerak bu ixtisoslikka. Tushunarli. Ustoz, hozirgi paytda ota-ona yoki o'quvchi o'zi xohlayotgan bilimni ololmaganligi uchun xalq tilida aytganda repetitorlarga borishmoqda ma'lum bir fandan. Va bu ta'limga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Misol uchun maktab tizimiga yoki oliy ta'limga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Va agar repetitorlar ko'payib ketsa, maktabga zarari bormi? Bu haqida fikringiz qanaqa? Ko'pchilik repetitorga o'zi aslida tanqidiy nazar bilan qaraydi, lekin o'zini farzandini repetitorga beradida. Buni aslida yomon tomoni yo'q, bu butun dunyoda bor va baribir xohlaymizmi yo'qmi, maktablarda o'quvchi soni ko'p bo'lib, keyin har xil sohaga qiziqadigan o'quvchilar bo'lgandan keyin u sifatni bitta o'qituvchidan u darajada bir xil olib bo'lmaydi va hamma yoshda o'zini qiziqish doirasidan kelib chiqib, keyin repetitorda qo'shimcha shug'ullanib, uni o'sha orzudagi ta'lim muassasalariga yoki ish jarayonida davom ettirishga imkoniyat qidiradi. Endi muassasalarga endi hozirgi kunda O'zbekistonda aynan repetitorlik hamda o'quv markazlar sohasi bizlardagi ta'limimizdagi o'sha uzilish nuqtasini zanjirda ulab beruvchi tizim bo'lib keldi. Ya'ni maktablarda sifat hamma tan oladi, buni ochiqchasiga aytish kerak, deyarli izdan chiqib ketish darajasida, lekin kechagacha oliy ta'limda o'qishga kirish juda qat'iylashgan, bunda juda ko'p avlod boy berildi. Juda yaxshi yoshlarni qo'ldan chiqardik. O'sha o'quv markazi endi boshlagan vaqtimizda majbur bo'lardik bu bolalar o'sha sinib ketmasin deb, masalan, zo'r tibbiyot xodimi bo'ladigan yoshlarni majbur bo'lardik. U agar o'qishdan yiqilsa, umuman keyin oliy ta'limga qadam bosmasdi. Ruhiy sinib ketish natijasida hech bo'lmasa pedagogikaga, tibbiy pedagogika, ximiya, biologiyada mutaxassis bo'ldigan, boshqa joyda juda ko'p bizlar avlodlarni boy berdik. Hattoki masalan 7-8 yil oldingacha orada bir 10 yil davomida o'qishga topshirganlarni bo'lsa 5%, bo'lma 10% ham chiqmasida o'z bilimi bilan kirganlar yoki bo'lmasa o'sha joyga munosiblar 5-10% ham kirmas edi. Bizlarda juda katta bu monopol bo'lganligi uchun hamma topganini atardi o'shaga, juda katta biznesga aylanib ketgan edi. Bu ayniqsa o'qimishli yoshlarni, juda salohiyatli yoshlarni boshqa sohalarda qidirib imkoniyati yo'q, lekin bilimi bor. O'sha sohani fidoyisi bo'lishi mumkin bo'lgan yoshlar boshqa sohalarda o'qishga majbur bo'ldi. Xullas, bunda oxirgi yillarda o'sha xususiy ta'limga ruxsat berilgandan keyin bu sohada raqobat paydo bo'ldi-da, mayli qiziqqan sohasida davlatga kira olmasa, xususiylarda o'qib, hech bo'lmasa o'sha sohasida kirish, mana shunday tendensiyalarga o'zgarish bo'ldi. Aslida xususiy repetitor o'quv markazlariga yot qarash bilan qaramaslik kerak. Buni ta'limni to'ldiruvchi o'sha ma'lum bir joylarda oqsayotgan bug'unlarni to'ldiruvchi bug'un sifatida qarash kerak. Hattoki 10-15 yilgacha umuman hech kim deyarli o'quv markazida tan olmas edi, repetitorlarga yot qarash bilan qarardi. Hozirgi kunda bitta quvonarli holat, oxirgi 2-3 yilda masalan chet elga oliy o'quv yurtlariga o'qitish yoki bo'lmasa xalqaro ish beruvchilardan talab kuchaygandan keyin vazirliklarda, Mehnat vazirligi bo'ladimi, oliy ta'lim vazirligi bo'ladimi, yoshlar agentligi bo'ladimi, maktab ta'lim vazirligi bo'ladimi, aynan o'quv markaz va repetitorlar bilan hamkorlik qilish bo'yicha harakatlar juda jadallashib ketdi. Oxirgi 2 yilda ayniqsa. Buni demak o'z-o'zidan ko'ryapti. Ularda eng samarali natija chiqarish imkoniyati bor. Repetitorlik va o'quv markazi bundan nima uchun foydalanmaslik kerak? Bunga to'g'ri yondashish kerak, to'g'ri qarash bilan qarash kerak faqat.
Tushunarli. Ustoz, mana siz aytib o'tgan ixtisoslashtirilgan maktablar, ya'ni xususiy maktablar aynan o'quvchini ma'lum bir qiziqishiga qarab shunda o'qitishadi. Bu ta'lim sifati uchun juda ham yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Bu aynan repetitorlar uchun qanday ta'sir ko'rsatadi? Ya'ni repetitorlarning foydasigami bu, zararigami? Bu haqida fikringiz qanday? To'g'risini aytsa, bu repetitorlarga raqobatchi sifatida kelib chiqyapti desam bo'ladi. Masalan, ayniqsa pandemiya, karantin vaqtida aynan shu maktablar ochilgandan keyin o'quv markazlar va repetitorlar eng karantinda qiynalgan tarmoq bo'lgan paytda ularga shu ixtisoslashtirilgan maktab ochildida yaxshi oylik va yaxshi ish taklif qilindi. Bundan juda xursand bo'lsa ham bo'ladi, sababi aynan ishini yo'qotgan repetitorlar, chunki ko'pchilikda jamlab o'qish imkoniyati yo'q edi, ularda o'sha ixtisoslashtirilgan maktablar taklif qildi, yaxshi o'qiydigan o'quvchilar bor mana bizda va yaxshi sharoit va eng asosiysi hattoki yaxshi oylik maosh bilan taklif qilindida va o'sha yerda ko'p repetitor o'qituvchilar ham jamlanishiga sabab bo'ldi va ularga ishga olish talabida ham uncha-muncha o'talmaydigan talablar bor edi. Bundan odatda repetitorlar birinchi bo'lib o'tar edi. Va buning natijasida repetitorlik sohasida yurgan juda ko'p o'qituvchilar bu ixtisoslashtirilgan maktablarga o'tdida, mavjud o'quv markazlariga yetarlicha raqobat yuzaga keldi. Endi baribir talab bo'lgandan keyin hamma ham u maktablarda soni kam. Bitta tumanda odatda 30-40 ta davlat maktablari bo'ladigan bo'lsa, bundaqa ixtisoslashtirilgan maktab bittagina bo'ladi. Xalqda qolgan bolalar ham baribir o'quv markazi repetitorlarda yetarlicha auditoriya hali ham yetarli, qolaversa tug'ilish ko'p, O'zbekistonda yoshlar ko'p. Raqobat sifatida kirib keldi, lekin buni to'g'ri tushunish kerak. Bu hali bu bozorda bo'shliq juda katta. Yetarlicha mijoz bor ikkala tomonga ham. Tushunarli. Ustoz, mana Topix brendi xodimlariga, ya'ni o'qituvchilaringizga va o'quvchilarga siz ko'proq nima maslahat berasiz? Eng asosiysi bizlar o'quvchilarni eng asosiysi o'z qiziqishidan kelib chiqib qo'llab-quvvatlashimiz kerak va ayniqsa maktabimiz, keyin tibbiyot texnikumlarimizda birinchi bo'lib korrupsiyaga aralashmaslik va korrupsiyaga o'zimiz tizimimizda korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik va eng asosiysi professional ta'lim texnikumlarimizda o'z sohasini fidoyisi bo'lish va ayniqsa o'sha texnikumlarimizda birinchi kundan boshlab, to'g'ri bizada tibbiyot texnikumimizda dual ta'limga hali rasman ruxsat berilmagan, bu amaliyot O'zbekistonda yo'q, lekin hozirgi kunda biz birinchi kursdan boshlab ishga joylashtirishni yo'lga qo'ygan holda, aynan abitgacha o'qish bo'lsa, abitdan keyin ish jarayonini davom ettirish, o'sha o'zini sohasida ishini davom ettirish. Masalan, biz bilamiz, talabalar balkim o'zini sohasidan begona sohada ishlayib yuradi. Toshkentda ish ko'p bo'lishi mumkin, lekin aynan tibbiyot sohasida o'qiyaptimi, tibbiyot sohasida ish faoliyatini boshlash uchun hattoki o'zimiz alohida departament tashkil qilib, qo'llab-quvvatlab, o'z sohasini yuqorida aytganimizdek, o'zi Topix brendimizda oliy maqsadi shunday. O'z sohasini professional, ya'ni ekspert darajasida kadr chiqarishimiz kerakmi? U qachon ekspert bo'ladi? O'z sohasini o'zi hamma biladi, tadbirkorlikda 10 ming soat degan qoida bor. 10 ming soat, ya'ni bizda texnikumimizda 3 yil tahsil olsa, 4 ming soat atrofida dars, nazariy va amaliy darslar bo'ladi. Lekin yana u qachon 6 ming soatini yetkazadi. U endi o'sha o'qish davomida, ta'til davomida, u sohasida qo'shimcha ishlash davomida amaliy bilimlarni oladi va o'zimda tajribamdan ham shu narsa o'tgan. Men o'qishni bitirgan vaqtimda umuman ish qidirmaganman. Va aksincha menga ish takliflari bo'lgan. Bu esa o'sha talabalik vaqtimda, hattoki birinchi kursdan o'sha o'qishimdan tashqari ishimni boshlaganim va davom ettirganligim sababli. Eng asosiysi shunga alohida urg'u berishni talab qilamiz va maktab o'quvchilariga ham qiziqishidan kelib chiqib, xalqaro universitetga topshiradiganlarga sertifikatlardan, bilimlardan tashqari portfoliolar tayyorlash masalasi bo'yicha yordam va o'zini qiziqishidan kelib chiqib, oliy o'quv yurtlarida o'qishini davom ettirish bo'yicha qo'ldan kelgancha hamma maslahatlar berib borishga butun jamoamiz bilan harakat qilib kelmoqchimiz. Tushunarli. Ustoz, hozirgi paytda maktab o'quvchilarida ham
o'qituvchilari, ya'ni oliy ta'lim o'qituvchilarida ham ishiga, kasbiga bo'lgan mas'uliyat kam deb qaraymiz. Ya'ni hozirgi yoshlarning fikri bo'yicha. Va siz bunga o'qituvchilarni ishiga sodiqligi va mas'uliyatini oshirish uchun qanday maslahat berasiz? Ya'ni aslidan olganda ta'lim yo'nalishi, bu ilm yo'nalishi ham savobli, ham bu muvaffaqiyat keltiradigan, hamda xalq orasida bir ma'lum bir maqomga yetishiga yordam beradigan, martabaga yetishiga yordam beradigan kasb aslida. Va bu kasbni misol uchun aytganda o'qituvchilarda muammolar kuzatilyapti-da. Bunga fikringiz qanday? Endi maslahat berish deydimi yoki iltimosim bo'lardi. Shu sohada fidoyilik bilan ishlang yoki bo'lmasa bu sohani tark eting. Ya'ni ta'lim shunday nomiga yarasha ishlashni kechirmaydigan yo'nalishda. Bu yerda pedagogman, diplomim bor deb shunchaki kun o'targa xalqni farzandi bolasini vaqtini olmasligimiz kerak. Yoki shu sohada fidoyilik bilan ishlab bor bilimimizni kerak bo'lsa o'zimiz tinimsiz o'rganuvchi bo'lib, o'sha bizga ko'z tikib turgan qora ko'zlarni ertaga kelgusida buyuk shaxs bo'lib yetishi uchun borimizni berib chiqishimiz kerak. Yoki bo'lmasa boshqa sohada ishlashimiz kerak. Boshqa sohani salbiy ta'siri ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin ta'lim sohasida yo'qotilgan vaqt, umr, bu ertaga qancha biz bilmaymiz. Balkim bizni dars o'tayotgan auditoriyada bo'lg'usi vazirlar, qancha katta insonlar o'tirgan bo'lishi mumkin-da. Ularni biz umrini ko'kka sovurmasligimiz kerak. Bu narsada nima uchun bunday ko'payganining sababi yillar davomida bizda pedagoglar kasbi hurmatda bo'lmadi, ochiqini tan olish kerak. Buni hamma tan olmayapti. Shuning natijasida yoshlar pedagog bo'lishni orzu havas qilmay qo'ydi. Natijada endi asta-sekinlik bilan bu o'z iziga tushyapti va endi bunga endi vaqt kerak. Afsuski juda shu soha, gapni ochig'ini aytamiz, biz universitetda tahsil olib yurgan paytimizda juda zo'r ustozlarimiz keyin orada 5-6 oy keyin orada ketardi, u harbiy sohaga o'tib ketardi yoki bo'lmasa boshqa lavozimlarga o'tib ketardi, hayron qolardik. Ishonasizmi, men o'zim o'sha 3 marta harbiy sohani keyinchalik ishini rad etganman. Sabab mayli daromadi yaxshi bo'lishi mumkin yoki stabil bo'lishi mumkin. Baribir o'zimizni kelajagimizni bu ta'lim sohasida ko'rganligimiz uchun ushbu sohani tanlashda qaror qilganmiz va o'shanda ham men xususiy ta'lim sohasida, qolaversa Toshkent shahrida bo'lganligim uchun xususiy ta'lim sohasida endi ozmuncha o'zimizga yetarli daromad imkoniyati borligi uchun shu sohada qolganman. Lekin agar faqat davlat ta'lim muassasasida bo'lganligida katta ehtimol bilan men ham buni majbur bo'lardim tark etishga. Chunki o'zimda tengqurlarim yoki bo'lmasa hamkasblarim, men bitta yuragim achinib bitta narsani bilaman, o'sha ta'lim soha, o'sha kursdoshlarimizda ham ta'lim sohasida juda katta salohiyati bor bo'lib, ta'lim sohasida ishlashi mumkin bo'lganlarni 90% gachasi hozirgi kunda ta'lim sohasida emas. Aslida ular juda ta'lim sohasida juda katta hissa qo'shishi mumkin edi. Hozirgi kunda ular ta'lim sohasida emas. Bularga ham boy berildi. Va umuman endi davlatimiz o'sha paytdagi test tizimini noto'g'ri siyosati, yo'qsa o'sha o'qishga kirishda korrupsiyalashgan, tanlov jarayonining adolatsizliklari natijasida bu juda katta pedagoglar, zo'r pedagoglar avlodi ham boy berildi. Afsuski, uni tan olishimiz kerak. Ustoz, shunda hozirgi mana aytib o'tgan ustozlaringiz va katta pedagoglarni yo'qotib qo'ymaslik uchun hozirgi paytda pedagoglarga e'tibor berilyaptimi va qay darajada? Hozirgi kunda eng asosiy bilasizmi, hozir xususiy ta'lim ushbu pedagoglarni ushlab qolish uchun asosiy manba bo'lib qolyapti. Ya'ni xususiy ta'lim universitetlar bo'ladimi, xususiy maktablar bo'ladimi, o'sha daromad jihatidan to'g'ri butun davlatda balkim 11,000 maktabda, masalan bitta maktab bosqichini o'zida 11,000 taga yaqin davlat maktabida
500 mingdan ortiq pedagog xizmat qilishi mumkin. Ularda oylik maoshini birdaniga ko'tarish uchun davlat byudjetiga juda katta yuklama tushishi mumkin, lekin ularni o'sha xususiy maktablar ularda yaxshi oylik taklif qilishi natijasida yoki bo'lmasa xususiy professional ta'lim bo'ladimi, xususiy oliy ta'lim muassasalari bo'ladimi, hozirgi kunda o'sha professor o'qituvchilarni yaxshi daromadli ish bilan taklif qilib, nihoyat O'zbekistonda pedagoglarda ham yaxshi daromad topib ishlashi mumkinligiga ishontira oldi. Hattoki davlat ta'lim muassasalari ham bunga oxirgi yillarda yaxshigina kirishdi. Bu bo'yicha yaxshi islohotlar bo'lyapti hozirgi kunda. Endi bu ham endi yanada karrasiga oshirilsa juda yaxshi bo'lar edi. Bu bo'yicha yetarlicha ishlar hozirgi kunda bor va pedagoglar endi ushlab qolinyapti o'sha ta'lim sohasida. Tushunarli. Ustoz, mana farzandini kelajagini o'ylaydigan ota-ona ma'lum bir o'quv markaziga beryapti, lekin u o'quv markazidan baribir xohlaymizmi yo'qmi, natija xohlaydi va bu natijani hozirgi aytganingizdek yangi o'quv markazlari, ya'ni 3-4 ta kitobni bitirib yoki 3-4 yil mutaxassislikka ega bo'lar bo'lmasdan o'quv markazi ochayotganlar bor. Bunda baribir ota-ona yutqizadi. Birinchi o'rinda o'ylaydigan bo'lsak, vaqtdan yutqizadi, ikkinchi o'rinda moliyaviy tarzdan, misol uchun hozirgi paytda o'zimizda kambag'alchilikni qisqartirish o'sib boryapti, lekin hali ma'lum bir darajaga yetgani yo'q. Ya'ni aholimizning daromadi past, baribir oladigan bo'lsak va mana ota-ona o'quv markaz tanlayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? O'zi o'quv markazlarida hozirgi kunda raqobat shu darajadagi o'quv markazi o'zi bozor raqobati juda zo'r rivojlandi hozirgi kunda. Yuqorida aytgandek, agar tajribasi bo'lmasa yoki aldov yo'li bilan natija qilaman desa, o'zi 1 yilga ham bormayapti uni faoliyati. Bozorda o'zi tarbiyalab qo'yapti. Bu hamma sohada shu narsani yo'lga qo'yish kerak aslida. Ya'ni o'quv markazida asosiy nazoratchisi ota-ona bo'lyapti-da. Buni yaxshi tomoni shu. Buni kerak bo'lsa, maktab sohasida ham, maktabgacha ta'limda ham, oliy ta'limda ham, professional ta'limda ham buni o'sha ochilish, litsenziyalash, ruxsat berish jarayonini o'z holiga qo'yib, faqat unga nazorat qilib turib, aslida davlat tuzilmasidan ko'ra ota-onaning nazorati kuchliroq bo'lyapti. O'quv markazlarida ochilishga ruxsat berilgan, bemalol ochishi mumkin, lekin ota-onasini o'sha nazorati natijasida juda zo'r bozor munosabatlari shakllangan va u uzoqqa yetib bormaydi. Kechaga yaqinda ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda qanchadan qancha o'quv markazlari, ayniqsa Toshkent shahri bo'yicha e'tirozlar, ularning xizmat sifatidan boshqa e'tirozlar bilan chiqyapti, u bozorini yo'qotadi, ko'pga bormaydi. Endi ota-onalar e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy narsa, ularni baribir xohlaymizmi yo'qmi, natijaviyligiga e'tibor beradi va to'g'ri sharoitiga ham e'tibor beradi. Eng asosiysi chiqargan o'quvchilarning natijaviyligi va pedagoglarning salohiyatiga asosiy e'tibor berish kerak bo'lgan shu ikki narsa. To'g'ri, ayrim hollarda lokatsiya joylashuv rol o'ynashi mumkin. Interior dizaynlar rol o'ynashi mumkin. Bu lekin 3-4 maqsad bo'ladi. Birinchi o'rinda o'sha natijaviylik va eng asosiy baribir birinchi o'rinda pedagoglarning salohiyati va tajribasi, keyin natijaviyligi va undan keyingi o'rinda boshqa kichik detallar bo'lishi mumkin. Shunga e'tibor berishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri, ustoz. Shunda demak, o'quv markazlarining ko'payganligi bu ota-onalar uchun ham va hozirgi paytdagi yoshlar uchun ham foydali aslida. Albatta, bu tanlov imkoniyatini kengaytiradi. Eng asosiysi yuqorida aytdim-ku, o'quv markazi vazirlik nazorat qilmaydi. Uni ota-onaning nazorati vazirlikda nazoratidan 10 barobar kuchli. Chunki unga o'quv markaziga aylanma mablag'ini shakllantiradigan ota-onalarning to'lovi eng asosiysi, agar u sifatli yo'lga qo'ymasa, aytgan va'dasini bajarmasa, ota-ona o'sha moliyaviy jihatdan jazolaydi uni. Bir oy xohlasa, bir oyga ham bormasdan pulini qaytarib olib ketib, boshqa raqobatchisiga ketadi. Eng asosiy nazorat o'sha moliyaviy jazolash ota-ona tomonidan bo'ladi. Bundan kuchli o'zi nazorat ham,
jazolash turi ham yo'q. Shuning uchun qaniydi barcha sohalarimizda shunday sog'lom raqobatli muhit yaratilsa, bu faqatgina xalqimizni foydasiga va davlatimizni rivojlanishiga ham hissa qo'shgan bo'lardi. Albatta. Ustoz, mana Topic brendi ostidagi ta'lim muassasalari xususan o'quv markazlarida, ya'ni o'quvchilarning 90-95, ya'ni umumiy o'quvchilarning 90-95% natijaga chiqqan ekan. Ya'ni oliy ta'lim muassasalariga va xalqaro ta'lim muassasalariga, ya'ni xalqaro universitetlarga talaba bo'lishgan ekan. Bu muvaffaqiyatni siri nimada deb o'ylaysiz? Buni aslida 90-95% emas, men 400-500% deb aytgan bo'lardim. Sababi yuqorida aytdik-ku, biz hozirgi kunda boshqa loyihalarda ham shuni yo'lga qo'yapmiz. O'quv markazimizda joy kelganda mana yangi kelgan o'quvchidan boshlab shu narsaga e'tibor qaratamiz. O'quvchi o'zi bilmaydigan imkoniyatlar bor. Masalan, u yurist bo'lmasa yoki tibbiyot xodimi bo'lmoqchi yoki boshqa xodim bo'lmoqchi, unga mana sen faqat yurist bo'lsang, yuridik institut bilasan, yuridik institut bilasan. Aslida Toshkent shahrida 16 ta davlat oliy ta'lim muassasasida yuridik fakultet bor yoki xususiylardan 3 tasida yuridik fakultet bor. Yoki bo'lmasa tibbiyot muassasasi. Sen faqat odatda hamma Toshkent tibbiyot akademiyasini biladi. Yo'q, baraka topkor. Hattoki mana bunday, hattoki ulardan ortiq bo'lsa ortiq, kam o'qitmaydigan mana bunday xususiy ta'lim muassasalari bor. Ularda hattoki ertaroq topshirsang, bularda grantda o'qishing mumkin. Yoki bo'lmasa mana shu senda yana o'sha Toshkent tibbiyot akademiyasidan tashqari 5 ta 10 talab xususiy universitetlar bo'lishi mumkin. Chet el oliy o'quv yurtlarining Toshkentdagi filiali bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa chet eldan universitetlar kelib O'zbekistonda ko'rgazmalar tashkil qilinyapti. Yoki bo'lmasa chet eldagi oliy o'quv yurtlariga topshirish imkoniyatlari bor. O'shalar bo'yicha alohida konsultatsiya, maslahat yo'lga qo'yilgan. Shuning hisobiga o'quvchilarga, masalan, bitta o'quvchi kamida 5 tadan 20 ta 30 talab institutga kiradi. Bu masalan bitta o'quvchi o'zi bitta institutga kirsa 100% natija bo'ladi. Agar 20 ta 30 ta bo'lsa, aslida 2000-3000% bo'ladi. Shuning uchun faqat bitta narsaga e'tibor berish kerak. Bilimi zo'rligiga qarab sifatli institutga o'qishga qabul qilinadi. Ya'ni qancha zo'r sifatli institut bo'lsa, xorijdagi grantlarni ham yutib olishi mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha tayyorgarlik davomida dangasalik qilishi mumkin, yuzaki o'qish boshqa bo'lishi mumkin. Endi ularga kuchi yetmaydi-da, oddiy oliy o'quv yurtlariga kirishi mumkin. Shuning uchun har qanday vaziyatda hozirgi kunda natijaviylikka e'tibor qaratib, o'zi bilmagan imkoniyatlarni ko'rsatib beramiz va ularga tanlov imkoniyatini beramiz. Qaysi birda o'qiysan? Mana bunda kontrakt asosida, bularda grant asosida, hattoki majburlab o'qishga topshirtiramiz. Yoki bo'lmasa, ota-onamda maslahatlashaman deydi. Yo'q, maslahatlashib o'tirma. Sen oldin o'qishga kir, ana kirganingdan keyin qaysida o'qish masalasini maslahatlash deb yo'l yo'riq ko'rsatamiz. Chunki ota-ona hammasi tushunmasligi mumkin bu ta'lim sohasini. Bizlar bu sohani ichida yurganligimiz uchun yo'l yo'riq ko'rsatib, natija chiqarib, keyin tanlash imkoniyati bo'yicha ota-onasi bilan maslahatlashishda yo'l yo'riq ko'rsatamiz. Tushunarli ustoz. Va qo'shimcha savol, ta'lim yo'nalishida hozirgi paytda zamonaviy usullar ko'payib boryapti. Misol uchun ChatGPT va shunga o'xshash onlayn kurslar va avvalgi paytda o'qituvchilar, fikrim bo'yicha bundan 10-15 yil avval o'qituvchilar hattoki svet muammolari yoki doskada qanaqadir yozish muammolari bilan fokus qaratib qolgan edi. Hozirgi paytda unday emas va siz ta'lim tizimingizda zamonaviy usullar bilan qanday foydalanyapsiz? Ya'ni hozirgi kunda Topic o'quv markazida ham elektron doskalar, har xil zamonaviy va shinam sharoit qilingan. Bu bo'yicha fikringiz qanday? Ya'ni zamonaviy yo'nalishlar bo'yicha. Xo'p, endi yuqorida aytganingizdek, ChatGPT, onlayn darslar, boshqa bo'yicha baribir bu kelajak baribir shularda. Onlayn ta'lim, bunga e'tibor qaratmasak bo'lmaydi. Lekin bizada imkoniyat sharoitdan yoki ota-onalar talabidan kelib chiqqan holda baribir offlayn ta'limni o'rnini yaqin orada hech narsa bosa olmaydi. Endi
maksimal darajada sharoit imkoniyat qilib berishga harakat qilganmiz. Baribir bizlar, to'g'risi bizlarda ochig'ini tan olaman, tashqi interyer yoki boshqaga emas, birinchi navbatda natija chiqarib beradigan o'qituvchilarni sifatiga e'tibor qaratganmiz. Va bizdan sharoiti, interyer jihatidan sharoiti yaxshi muassasalar ko'p bo'lishi mumkin. Bu ham raqobatga qaraladi, lekin onlayn ta'lim, to'g'ri, onlayn integratsiya boshqa jarayonlar bo'ladi. O'zi masalan maktabimizda hattoki o'sha ommaviy bo'linadigan Khan Academy onlayn platformalarini, darslarini qo'shimcha ravishda kerak bo'lsa majburiy o'shalarda o'rganib borishini yoki hozir yana yangi dasturlarni olib kirish bo'yicha xalqaro hamkorlik masalalarni o'rganyapmiz. Lekin baribir onlayn ta'lim bo'yicha diqqatni chalg'ib ketishi yoki bo'lmasa maktab yoshidagi bolalarda onlayn ta'lim bo'yicha hali qiyinchilik darajasi borligini bilib, yaqin orada ko'proq offlaynda ishlashimizga to'g'ri keladi. Endi yuqori, balkim tibbiyot texnikumlarimizda, boshqa texnikumlarimizda, balkim oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, ularda onlayn ta'limga ko'proq urg'u berish kerak bo'ladi, masofaviy va onlayn ta'limga, va kelajak baribir onlayn ta'lim bilan uzviy bog'liq, bundan hech kim rad eta olmaydi bu masala bo'yicha. Mana shu 2-3 yil ichida o'zi onlayn darsliklar zapusk deydi va shunga o'xshagan onlayn darslar ko'payib boryapti. Bu shunda biz uchun foyda yoki zararmi? Bu foyda. Eng asosiysi, masalan, chekka qishloqdagi, chet viloyatda joylashgan yaxshi sifatli kontent olish imkoniyati, dars olishni xohlaydiganda aynan markazga kelib dars olish imkoniyati bo'lmasligi mumkin yoki shunday qiladigan bo'lsa 2-3 barobar qimmatga tushishi mumkin. Undan ko'ra o'sha o'z hududiga, yashash joyida bu birinchi ommaviy madaniyatni, o'sha onlayn madaniyatni shakllantiradi. Bunga karantin juda katta hissa qo'shdi. Lekin undan keyin ko'p yo'nalishlar baribir offlaynga o'tib oldi. Lekin baribir karantin, pandemiya sharoiti onlayn ta'lim rivojlanishiga yaxshigina hissa qo'shdi. Bu faqat foyda bo'lsa borki, zarari yo'q bu narsani. Sabab aynan chetga hududlargacha bir xil sifatli ta'lim olish uchun, qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanish uchun onlayn ta'limsiz buni iloji yo'q. Bunga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Tushunarli. Ustoz, ota-ona va farzand o'rtasida bitta katta muammo bor. Ya'ni ota-onani farzandi uchun kasb tanlashi. Bunda o'quvchini qiziqishiga bog'lab berish kerakmi kasb tanlashni yoki ota-ona o'zini xohishiga qarabmi? Misol uchun, o'quvchining qiziqishi yoki talanti arxitektorlikda bo'lishi mumkin. Lekin ota-ona uni banker yoki qanaqa doktorlik sohasiga ketishni xohlashi mumkin. Bunday muammoni qanday hal qilish kerak va ota-onaning roli bunda qanday bo'lishi kerak? Xo'p, burada bilasizmi, hozirgi kunda jamiyatimizdagi eng asosiy muammolardan bittasi ham shunda. Ya'ni o'z sohasiga qiziqmaydigan diplomli mutaxassislar ko'payib ketganligi. Men ham to'g'risi mana oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalariga mana shu vazirlikda talabdan shuncha kelib chiqdi deb shunday kvota beriladi-ku, o'shalarga masalan haqqoniyligiga ishonmayman. Chiroyli raqamlar bilan tayyorlangan kvotalar va shu natijasida qaysidir sohaga kerakli kadr keraksiz kadrlar ham o'qitib diplom bilan chiqarib yuborildi. Natijada yoki bo'lmasa yuqorida aytganimdek qiziqqanigan sohasi bor, lekin u sohaga kirish juda qiyinligi uchun agar u repetitorlarga borib tayyorgarlik ko'rib, tayyor yilini mehnati ketgan bu o'quvchini endi natija chiqarish uchun oddiyroq fakultetda o'qishga majbur bo'lgan. Lekin o'sha sohaga qiziqmaydi. Natijada o'sha sohada ishlamaydi. Nima bo'ldi? Jamiyatda bitta diplomli ortiqcha kadr paydo bo'ldi. Qaysidir joyda o'sha kadrni izlab turibdi ish beruvchi. O'zi aslida bunday yechimlarda qanday yo'llari bor bilasizmi? Bu yerda men 100% o'quvchini qiziqishidan kelib chiqib tanlashni maslahat beraman. Yana bitta og'riqli nuqta bor. O'zbekistonda kadrlarni qayta tayyorlash tizimining hali o'ta ketgan byurokratik tarzda saqlab turilganligi. Masalan, tug'ma pedagoglar ingliz tili masalan o'quv markazlariga e'tibor bering.
matematika bo'yicha o'quv markazlarida 85 kerak bo'lsa 90% kuchli matematiklari yoki moliya iqtisodiyot universitetlarida o'qigan yoki temir yo'l yoki TATU kabi oliy o'quv yurtlarida o'qigan, lekin tug'ma matematik u. Vaqtida aytganimdek pedagog qadr bo'lmagani uchun ustozlar ham shuni maslahat bergan. Natijada bitta zo'r jamiyat bitta pedagogni boy berdi. Uni o'quv markazi ushlab turibdi. Lekin achinarlisi o'sha o'quv markazi ushlab turmasa, u oddiy davlat maktabiga ishga kira olmaydi. Lekin juda zo'r pedagog, juda zo'r natija chiqarib berayotgan kadr. Buni endi qayta tayyorlash tizimini osonlashtirib, uni kerak bo'lsa pedagogikaga qaytarish choralarini ko'rishimiz kerak. Yoki bo'lmasa ingliz tilidan to'g'risi mana chet elda filiali bo'lishi mumkin, o'sha Singapur Management rivojlanish instituti, Westminster deymiz yoki Webster yoki boshqa bo'lar. Juda ko'p zo'r ingliz tili bo'yicha o'sha talabalar juda zo'r natija qilib beradi. Ko'pchiligi o'quv markazlarida ham ishlaydi. Kerak bo'lsa u o'sha sohada tug'ma pedagog. Lekin u oddiy davlat maktabiga borib ishlay olmaydi, bitirsa. Chunki o'sha hujjat degan narsa baribir pand beradi-da. Ular uncha-munchaga qayta tayyorlashga ham o'q olmaydi. Eng yomoni shuda. Qayta tayyorlashda ham o'q olmaydi. Masalan, biznesni tugatib, u ingliz tilidan qayta tayyorlashda o'q olmaydi. Hozirgi kunda to'siq bor o'sha narsaga. Mana shunaqa qayta tayyorlashga ruxsat berish yoki magistraturani qayta tayyorlash sifatida integratsiya qilish natijasida, yengillashtirish natijasida bizlar 10 ta odamga oliy ma'lumotli diplom bergandan ko'ra bitta kadrga 2 ta 3 ta mutaxassislik bo'yicha diplom berganimiz u o'zini xohlagan sohasida ertaga ishlab, o'sha jamiyatni o'zi maza qiladigan, ishlaydigan sohasida jamiyatning rivojiga katta hissa qo'shishimizga sababchi bo'lishimiz kerak. Bu asosiy savolga javobga bu yerda bolani qiziqishini inobatga olish kerak 100% va yana buni shunday yechimlari ham bor. O'quv markazida bizga shunday joylar bo'lardi. Otasi harbiy bo'lishini xohlaydi. Bola tibbiyotchi bo'lishni xohlaydi yoki bola aytishnik bo'lishni xohlaydi. Hattoki bola bilan ota bu masala bo'yicha 1 yil, 2 yil davomida tortishib yurgan. Xo'p, keldi. Keyin o'ylab, men aytdim, shoshmanglar, buni yechimi juda oddiy ekan-ku. Xo'p, harbiy sohada harbiy tibbiyotchi bo'lsin. Harbiy mediklar juda ko'p. Harbiy aytishniklar ham juda ko'p. Bunda olganda harbiy sohada harbiy texnik ham bor, harbiy yuristlar ham bor, harbiy IT dasturchilar bor, harbiy hamma soha tibbiyotchilar bor. Hattoki musiqachilar. Ikkalasini integratsiyalashtirsa bo'ladi. Yashang harbiy sohada o'sha musiqa sohasi bo'yicha faoliyat yuritayotganlar. Buni shunday chiroyli yechimini qiladigan. Bu endi tajribadan kelib bu yerda ota-onaning roli juda katta. Endi ota-ona o'sha narsani tushunish kerak, bolasini qiziqqan sohasi bo'yicha qo'llab-quvvatlab, ozgina o'zi qiziqadigan bo'lsa, o'shani ozgina mana shu hayot tajriba jihatim bizlarda o'sha tajribamiz bo'lganligi uchun ularga chiroyli yechim qilib berganman. Lekin bunday yechimni topa olmasdan tortishib yurib, arosatda yurganlar qancha. Juda ko'p bu yerda ikki tomonlamaga ham zararga ishlamasligi uchun shunday yechimlar eng ideal yechimlardan biri bo'ladi. Tushunarli. Ustoz, sizni shaxsiyatingiz bo'yicha, ya'ni o'zingiz mana yoshlarga shaxsiyatni rivojlantirish uchun nima kitoblar maslahat berasiz? Aslida kitoblar bo'yicha ayniqsa onlayn ta'lim bo'yicha ayniqsa pandemiyadan keyin biz ham o'rgandik. Men kitoblardan ham shaxsiy rivojlanish masalasi bo'yicha o'zimizda milliy kitoblarimiz ham juda ko'p. Endi ko'pchilik qatori biz ham o'sha yaxshidan buyuklikka, Good to Great yoki bo'lmasa mukammal rahbar sirlari kitoblari bor. Hattoki o'zimizda mahalliy mualliflarning kitoblarida ham masalan ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin muallifi adashmasam Shuhrat Sultonov degan kishi, Sattorov degan kishi ekan, biz g'alaba qozonamiz degan kitob bor edi. Yoshlar uchun masalan juda yaxshi ta'sir qiladi deb o'ylayman. Men ancha-muncha narsa olganman o'sha kitoblardan. Va eng asosiysi hozirgi kunda ko'pchilik kitob o'qiy olmasligi mumkin. Bunga nima kitob o'qiy olmasligi mumkin yoki bo'lmasa onlayn ta'limda ham rivojlantira olmasligi mumkin. Shaxsiyatni rivojlanishi uchun yana bitta zo'r maslahat, ko'proq safar qilish kerak.
sayohat qilish kerak. Mayli chet elga sayohat qilish qimmat bo'lishi mumkin, lekin bilasizmi, mana shu qo'shni hududlarini kerak bo'lsa O'zbekistonda yashab turib, o'sha qo'shni viloyat bo'lib turib, oddiygina o'zimizni Samarqandni ko'rmagan qancha, o'zimizni Buxoroni ko'rmagan qancha. Hattoki o'sha Xorazmga ham bormaganlar undan-da ko'p. Mana shu bitta sayohatni o'zi ham o'nlab kitoblar o'qish kabi dunyoqarashni, shaxsiy rivojlanish uchun juda katta rol o'ynaydi. Xalqaro sayohat bo'lsa-ku, undan-da yaxshi, lekin hech bo'lmasa o'zimizning sayohatlar, ichki sayohatlar juda arzon turadi. Shuning uchun asosiy maslahatim shu orqali shaxsiy rivojlanishda juda katta foydasi tegadi. Bu masalalarga ham alohida e'tibor berishimiz kerak. Tushunarli. Ustoz, mana ta'lim tizimida taqdirlash, ya'ni ta'lim yo'nalishi bo'yicha mutaxassislarni taqdirlash. Bunda ya'ni bizda sportga yaxshi e'tibor qaratilyapti va sportdan qandaydir natija ko'rsatsa, qimmatbaho sovg'alar, masalan, mashina, uy kabi sovg'alar berilyapti. Va davlatimiz tomonidan ta'lim mutaxassislari, ya'ni ta'lim bo'yicha ham qandaydir yuqori natijani ko'rsatayotgan o'zbek yoshlari uchun bu borada e'tibor kam deb o'ylayman. Va sizning fikringiz qanday bu haqida? Bilasizmi, bu yerda to'g'ri sport bilan solishtirsa juda farq katta, lekin 10 yil avvalgiga nisbatan solishtirsa hozir ancha yaxshi holatda. Keyin yana bitta tomoni borda, buni faqat davlat moliyalashtirish kerakmi degan joyi bor. Balkim xususiy yoki bo'lmasa metsenat deydi, yoki bo'lmasa alohida xususiy fondlar tashkillashtirib davlatni kuchi yetmasligi mumkin. Chunki sportga nisbatan ta'lim sohasi bo'yicha soni ko'p bo'lishi mumkin. To'g'ri, bu sohaga davlat tomonidan alohida urg'u berilishi kerak va eng asosiysi davlat tomonidan xususiy rag'batlantiruvchi fondlar yoki tashabbuslar uchun keng yo'l ochib berilishi kerak. Masalan, bizda o'sha pul yig'ilib o'shanday fondlar tashkil etish uchun ham bilmadim qay darajada hozir qonunchilik tayyor. Bilaman, unchalik tayyor emas yoki bemalol ruxsat berilmagan. Buni hammasini davlat qilishi kerak emas. Davlat shunchaki to'g'ri, adolatli yo'lda ochib, ularga nazorat qilib turib, to'g'ri yo'l ko'rsatsa, xususiy o'sha ta'lim sohasida ham yetarlicha rag'batlantirishda xususiy sektor, o'sha fidoyi insonlar, yoshlar kelajagi uchun, ta'lim uchun rag'batlantirish uchun pul ayamaydigan yetarli salohiyatli insonlar ham ko'p va agar davlat miqyosida alohida bu daraja e'tibor berilsa-ku, hamma xursand bo'lar edi. Albatta bu sohada kamchiliklarimiz yetarli, uni tan olishimiz kerak. Tushunarli. Ustoz, mana sayohatlaring ko'plab xalqaro sayohatlar qilgansiz va sayohatlaringizdan bir qiziqarli voqea aytib bera olasizmi? Qiziqarli voqea ko'p bo'lgan, lekin menga alohida yoqqani yaqindagina o'sha Qatar davlatining Doha shahriga tashrifimiz davomida bo'ldi. Muzey desa odatda bizda O'zbekistonda zerikarli yoki shu antik va eski narsalarni qo'yib qo'ygan yoki ko'pchilik borishni xohlamaydigan maskan tushuniladi. Qatarda shu darajada e'tibor berilibdiki, muzeyga qayta-qayta borgingiz keladi. Muzeyga shu darajada zamonaviy yondashilgan, ularda o'sha muzey devorlarini ekran sifatida o'sha davrda muhitini ekranlashtirish, sahnalashtirilgan holatda va o'sha ovoz effektlari bilan shu darajada moslashtirilganki, u muzeyga kirganda o'sha muhitga tushgan yoki kinoda yurganday yoki o'sha muhit davr odamlari bilan birga o'tirganday o'zingiz his qilasiz. Eng asosiysi yoshlar uchun, bolalar uchun o'sha muzey sharoitlarini interaktiv tarzda o'yinlar shaklida ham ko'rsatgan. Masalan, o'sha qadimgi odamlar baliq tutish asboblari bo'lsa, olovni ko'rsatib qo'ygan holda kerak bo'lsa o'shani sinab ko'rishi yoki bo'lmasa asbob ushlab ko'rish imkoniyatlarigacha qilib juda zamonaviy yondashilgan ekan. Men to'g'risi muzey haqidagi tushunchalarimizni parchalab tashlagan voqelik bo'ldi bu narsa.
Bu haligacha tan berishga arziydi va tavsiya qilaman. Endi boshqa davlatlarda, boshqa muzeylarida ham bo'lganmiz, lekin aynan o'sha Qatarda Dohada muzeyiga e'tibor bu bizni muzey haqidagi oddiygina tasavvurimizni parchalab tashladi desak ham bo'ladi. Odamni qayta-qayta borishga undaydi. Bu juda ajoyib, menga esda qolarli voqea bo'ldi-da bu hodisa. Demak, shaxsiyatingiz davomidagi fikrlash doirangizni oshirgan. Albatta. Muzey haqidagi tasavvurlarimizni umuman parchalab tashladi. Bizlarda eskicha muzey haqidagi tasavvurlarimizni umuman parchalab tashladi, aytyapman-ku. Bizda fikr shundayki, ya'ni muzeylarga yoshi katta odamlar boradi va zerikishdan borishi mumkin degan tasavvurlaringiz butkul yo'q. Umuman yoshi kattalar ham hattoki mazza qilib aylanyapti. Eng asosiysi qiziqib aylanyapti. Yosh bolalar ham aylanaman desa, o'sha tarixiy muhitni zamonaviy texnologiyalar bilan juda katta uyg'unlashtirilgan holatda interaktiv o'yinlar ham tashkillashtirib qo'yilgan. Hattoki o'sha qadimgi suv tortgich asboblari ko'rgazmasida hattoki interaktiv shunday bolalar suv tortib o'ynaydi. Juda chiroyli yechimlar qilib qo'yilgan. Bizlar ham oddiy o'shalardan bunday ko'chirgan holatda buni qo'llasak bo'ladi. Bizlar muzeylarga jalb qilish, boshqa haqida bu narsa bo'yicha zamonaviy yondashuvlar tayyor, ular tajribasidan foydalansak, bu bilasizmi, o'sha tarix darslarimiz bo'ladimi, o'sha kerak bo'lsa, o'sha milliy qadriyatlar darslari bo'ladimi, o'shanday muhitda, o'shanday sharoitda o'tilsa, bu bolani bir umrga yodida qoladi-da. 10 ta auditoriya darsidan tashqari, 10 ta doskaga yozib tushuntirilgan darsdan tashqari o'sha haqiqiy muhitda ko'rsatilsa, bu juda esda qolarli dars bo'ladi, unutilmas dars bo'ladi bu narsalar. Shunda bolada nafaqat kitob ko'tarib nazariy bilim, balki fikrlash doirasida ham hamda tasavvur qilish doirasi ham kengayadi. Albatta, masalan, oddiygina Amir Temur yoki Jaloliddin Manguberdi yoki Bobur haqidagi muzeylarda, ularni devorlariga katta ekranlarda ularni kinolari qo'yilyaptimi? Borgan odam ko'ryaptimi? Yoki o'sha muhitda ko'rib turibdimi? Yoki qanchadan qancha hujjatli filmlar bor. Yo'qsa YouTube'da o'zida qanchadan qancha foydali kontentlar bor o'sha yerlarga. Oddiygina proyektor bilan uni yechimini qilib qo'ysa bo'lar ekanda. O'sha davrda borib ko'ryaptimi, shu haqida bir 5 minut o'tirsa o'sha muhitni his qiladi. O'sha davrga borib tushadi. Kerak bo'lsa jangi jadal videolarini qo'yib qo'yish kerakdir. Kinolarni qo'yib qo'yish kerakdir. Tayyor kontentlar bor, buni juda arzon yechimlari ham bor. Agar hamma narsa mablag'ga borib taqaladi, ularda pul ko'p deydiganlarga bahonasiga oddiygina yechimda, buni faqat xohish kerak. Istak kirish kerak, yangicha yondashuvda fikrlash kerak. Va hozirgi fikringizdan keyin shaxsan o'zimda ham o'ylaymanki, tarix juda qiyin fan, unda raqamlar ko'p, unda ma'lumotlar ko'p deb tushunaman va hozirgi fikringizdan keyin menda ham tasavvur o'zgardi, albatta, va yoshlarga ham buni tavsiya beraman. Va ustoz, mana safarlaringiz davomida mana xorijiy talabalar bilan suhbatda bo'lganmisiz va ulardan qanday ideyalar yoki qanday fikrlar olgansiz? Xo'p, asosan oxirgi sayohatlarimiz ta'lim sayohati bo'lyapti. U yerga, ya'ni maktab o'quvchilarimizni o'sha xalqaro universitetlarga etib ko'rsatish natijasida kelgusida ularni oliy maqsadini shunga qarab aniqlashtirib olish va ularga to'g'ri yo'nalish ko'rsatish va ularni o'zidan maslahatlar olish orqali ko'rish hamda u yerdagi talabalar bilan muloqotda bo'lish natijasida ertaga o'zi ham shu sohaga qiziqishini uyg'otish masalasi, bilasizmi, xalqaro talabalarning eng asosiy yutug'i erkin fikrlay olish. Bizlarda talabalarimizda juda ko'p shu narsa yetishmaydi. Ya'ni bizlarda aksariyat talabalar hattoki 90% gacha desa ham bo'ladi, diplom olib qanday oson bitirishni o'ylaymiz. Eng asosiysi mustaqil fikrlash. Ularda ayniqsa xalqaro institutlarda bitta narsasi alohida e'tiborga molik. Masalan, til bilish yoki o'sha xalqaro SAT sertifikatlari bo'lsin, bilim sohasiga oid sertifikatlaridan tashqari bizlar alohida yo'lga qo'yishimiz kerak bo'lgan narsalarni o'rganishimiz kerak bo'lsa, ko'chirishimiz kerak bo'ladigan narsa portfolio deydi. Ya'ni o'quvchilik davrida oliy o'quv yurtiga kelgungacha u jamoat ishlarida qay darajada faol qatnashdi, nima yutuqlarga erishdi, qanaqa jamoat
volontyorlik ishlarida qatnashdi, nima yutuqlari bor, hattoki bizlarda o'sha kritika yoki tanqidga uchraydigan o'sha tashakkurnoma, faxriy yorliqlarni ular qadrlashadi joyi kelganda. Bu alohida urg'u berishimiz, o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa va ko'chirishimiz kerak. Xo'p. Ustoz, mana ta'lim yo'nalishida korrupsiya juda ham ko'p deyshadi va hozirgi paytda super kontraktlar soni ko'payib bormoqda. Bu haqida fikringiz qani? Ya'ni bu korrupsiyani pasayishiga olib keladimi yoki qanaqadir qonunchilik bilan uzviy bog'liqligiga olib keladi? Undan oldin o'zi super kontrakt o'zi nima desa, korrupsiyani qonuniylashtirilganida. Bu korrupsiyani yo'qotish uchun sog'lom raqobat muhitiga yo'l qo'yib berish kerak, tamom, shu bilan yo'qoladi. Oddiygina misol, mana o'quv markazlari tizimida aytsak, korrupsiya yo'q, ular tasavvur ham qila olmaydi bosqichda ishlaganlar. Yoki bo'lmasa xususiy maktabda korrupsiya bilan baho olib yoki boshqa ishni bitirib bo'lmaydi. U qonuniy hisob raqamiga to'lattiradi yoki o'sha xizmat sifatida ko'rsatib haqqini oladi. Yoki o'sha xususiy maktablarda ham alohida pul yig'ish yoki boshqa narsa bo'lmaydi. Hozirgi kunda o'sha maktab bosqichida to'g'ri hali to'liq erkinlik, sog'lom raqobat uchun hali sharoit yetarlicha emas. Hali xususiyga qancha e'tibor ko'p qaratilsa, qancha sog'lom raqobatga sharoit yaratib berilsa, o'shandagina korrupsiya yo'q bo'ladi, o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Bizlar korrupsiyani natijasi bilan kurashamizda, sabab oqibati bilan kurashmaymiz. O'sha oliy o'quv yurtlaridagi korrupsiya pulga baho oladigan o'qituvchi oliy ta'limda yaxshiroq oylik bersa, undan ko'ra tinchgina deb xususiy oliy o'quv yurtiga o'tadi. Agar xususiy oliy o'quv yurti uni olsa, sababi, mana masalan men tibbiyot texnikumida, o'sha texnikumlarimda va maktabimda ham asosiy qo'ygan eng asosiy talablarimdan bittasi, korrupsiyaga aralashadigan bo'lsa, men o'zim qarshi kurashaman o'sha pedagogga nisbatan. U ming zo'r kadr bo'lmasin, ming qimmatli kadr bo'lmasin, korrupsiyaviy jihatga aralashadigan yoki moyillaga bo'lsa, u kadr bizning jamoada ishlay olmaydi. Hattoki o'sha texnikum tugul maktabimizda ham. Chunki bu o'sha biznes egasini qadriyatidan ham kelib chiqadi va sog'lom raqobatga yo'l ochib berilsa, unday muhitda nafaqat yaxshi kadrlar ishlamaydi, u muhitdan ketadi, hattoki talabalar ham unday joyda o'qimaydi. Bora o'sha muassasa butunlay bozor munosabatlariga, bozor iqtisodiyotiga, haqiqiy bozor talablariga javob bermaydigan muassasa sifatida raqobatga dosh bera olmaydi va yopilib ketadi. Kim o'rda yaxshi kadr ishlagisi kelmaydi, korrupsiyalashgan joyda yaxshi talabalar o'qigisi kelmaydi. U qachongacha hujjat sotish bilan shug'ullanadi, qo'pol qilib aytganda. Natijada bunga shunchaki raqobatli muhitga, erkin raqobatli muhit yaratib berish kerak, davlat o'shanda regulyator bo'lish kerak, o'shandagina bu o'z-o'zidan yo'qoladi. Bu sababi bilan kurash hisoblanadi. Uni sababini hal qilish hisoblanadi. Tushunali. Ustoz, mana ta'lim muassasalarida dars vaqtlarini tashkillashtirish, ya'ni ayrim o'quvchilar uchun 40 minut yoki 45 minutlik darslar aslida ko'p bo'lishi mumkin. Ayrim yoshdagilar uchun 1 soat yoki 1,5 soat davomidagi bo'ladigan darslar kam yoki o'ta ko'p va zerikarli bo'lishi mumkin. Aynan sizni ta'lim tizimingizda dars vaqtlarini shakllantirishda va o'zi umuman ta'lim muassasalarida dars vaqtlarini shakllantirish bo'yicha qanday fikrga egasiz? Xo'p, hozirgi kunda bizning maktabimizda o'sha 45 minutdan bu endi nima uchun? Baribir maktabda nisbatan yosh bolalar tahsil oladi va ularda bir para deb 2 ta 45 minutni bir vaqtda qo'yib yoki 2 ta 40 minutni 1 soatdan ko'p vaqtda bitta dars bilan ushlab turish uchun ular o'yinqaroq bo'lishi mumkin yoki qiynalib qolishi mumkin, jismoniy jihatlarni e'tiborga olgan holda. Endi menimcha butun dunyoda shunday maktab bosqichidagi darslar va shunga amal qilganmiz va texnikumlarimizda hozir o'sha Topics texnikumda
9 sinfdan keyin tahsil olinadi, ularda para deyiladi va 40 minutdan 180 minutni bir para sifatida yo'lga qo'yilgan. Tibbiyot texnikumlarimizda ham endi u yosh ulg'aygan sari o'zi mas'uliyatni biladi, o'zi uchun o'qishni boshlaydi, jiddiy qaraydi va endi ularda soatlar tez almashgan paytda u yerda ko'p narsani o'rgatib bo'lmasligi ham mumkin yosh kattalarga. Shu uchun unda hozirgi tizim o'sha yoshlarga 45 minutdan yuqori yoshdagilarga, ixtisoslashtirilganlarga ularni bir para sifatida ketma-ket 2 soatni birga yonma-yon qo'yganimiz yaxshi. Shuni men qo'llab-quvvatlayman hozirgi vaziyatda. Tushunarli. Ustoz, yoshlar uchun zamonaviy kasblar, ya'ni SMM, targeting yoki mana trading degan kasb va zamonaviy grafik dizayn, IT yo'nalishlari mavjud va bu yo'nalishga qiziqish tobora ortib bormoqda. Bu haqida fikringiz qanday? Va ikkinchi masala bor. Hozirgi paytda yoshlarimiz tez qisqa muddatda ko'p pul topishni xohlashadi. Ya'ni trading orqali va har qanday onlayn kurslar chiqib ketgan. Bunday muammolarni qanday hal qilish kerak va bu haqida fikringiz qanday? Zamonaviy kasblar ko'paygani va buni 100% qo'llab-quvvatlayman va eng asosiysi nima bilasizmi? Bu sohada ishlab ketish uchun, boshqa qilish uchun diplom talab qilinmaydi-da. Aslida 2-3 oylik, balkim undan da qisqa muddatda bu kasbni egasi bo'lib, yaxshigina daromad topish imkoniyati bor. Va eng asosiysi bo'ladi masofadan, bu kasblarni ishini masofadan turib qilishi mumkin yoki o'zini o'qishidan tashqari erkin rejimda bajarish imkoniyati bor bu kasblarni. Bu hozirgi yoshlarimiz uchun juda zo'r imkoniyat. Endi pul topish maqsadida birdaniga katta maqsadni qilar. Endi hozirgi kunda yoshlarimizda ham asosiy yetishmayotgan narsalardan biri sabr toqat bilan ozgina o'zini brendingi uchun, ya'ni o'zini tajribasi uchun ozgina sabr yetishmayapti. Hattoki xo'p, bizda maktabda endi ishlash targ'ib qilinmaydi, lekin texnikumlarimda, hattoki yuqorida aytganimda 1-kursdan boshlab ishlash targ'ib qilinadi. Hattoki talabalarimizga aytamiz: hali siz endi o'qishni boshladingiz, siz endi ish o'rganish uchun boryapsiz, ish beruvchidan kerak bo'lsa oylik talab qilmang. Tajriba. Hattoki siz o'zi aslida hali oylikka loyiqmizmi? Siz oldin ish o'rganib oling. Har qanday inson, pul beradigan odam natijaga pul beradi. Ertaga natija ko'rmasa yoki o'sha ishda siz eplay olishingizga unda ishonch hosil bo'lmasa, o'z-o'zidan u pul to'lamaydi deyarli. U uchun endi tajriba kerak. Tajriba qachon yig'iladi? O'sha o'rganishlar davomida yig'iladi. Faqat nazariy bilimlar, auditoriyadagi bilimlar bilan yoki xo'p bizlarda amaliyot seminar darslar bo'ladi, mulyajlar bilan yoki bo'lmasa ko'rgazmali seminar darslari baribir hayotda haqiqiy ishdagi jarayon farq qiladi. Shuning uchun texnikumlarimizda talabalarimizga birinchi kunlardanoq o'z sohasi bo'yicha ishlashni maslahat beramiz. Ish bo'lib 5-6 oy, 1 yil tajriba to'plagandan keyin, hattoki xususiy sektorda ish o'rganadigan bo'lsa, 1 oydan keyin, hattoki 1-kunlardan boshlab pul ham berib turadi. U hattoki 2-3 yil o'qishi davomida bitirguncha o'z sohasini professionali bo'lib chiqadi. Chunki 2-3 yil tajribaga ega bo'ldi degani ancha katta tajriba. Shuni maslahat berib qolgan bo'lardim, iltimos yoshlardan. O'zingizni tasavvur qilgan sohangizda, o'qiyotgan sohangizda oliy ta'lim muassasasi bormi, professional ta'lim muassasasi, faqat o'sha sohada ish o'rganingizlar, o'sha sohada ishlab ko'ringizlar. Agar o'sha sohada ish o'rganish sizga yoqmasa, u sohani tashlab boshqa sohaga o'tish kerak. U qiziqmagan sohasida o'qib, ish o'rganib yurib, vaqtini ketkazgan o'g'il hisoblanadi. Shuning uchun asosiy maslahatim shu: qiziqqan sohasida o'qib, birinchi ish tajriba o'rganib, keyin o'zi tajribali bo'lgandan keyin talab, taklif, oylik maosh o'zi takliflar tusha boshlaydi. Unda hech qanday bu masalada pul topish uchun shoshmaslik kerak. Tajriba olish uchun shoshish kerak lekin.
Tushunarli. Ustoz, mana boy qatlam va o'rta qatlam yoshlar, ya'ni boy qatlam va o'rta qatlam oilalari uchun va ularning farzandlari uchun hozirgi paytda ta'lim olishi uchun ularga ko'plab to'siqlar mavjud. Ya'ni dangasalik va ijtimoiy tarmoqlar va telefonga berilib qolishlik, shunga o'xshash muammolar bor. Bu muammoni aslida ota-ona yoki farzand qanday yechishi kerak? Ya'ni ta'limga berilish uchun yoki ta'limga bo'lgan motivatsiyasini oshirish uchun. Bu yerda ajoyib naql bor. Qush inida ko'rganini qiladi. Ota-ona ming maslahat bergan bilan bola maslahatga quloq solgandan ko'ra ota-ona qilayotgan ishni takrorlashga yaxshi ko'radi. Afsuski, ota-onalarimizni 70-80% gacha qismi farzandi bilan 70-80%, bu juda katta ko'rsatkich. 70-80% ota-ona farzandi bilan to'g'ri muloqot olib borishni bilmaydi. Telefonda foydalanma deb urishi mumkin, telefonni olib qo'yishi mumkin, lekin o'zi telefondan bo'shamasligi mumkin, ijtimoiy tarmoqdan bo'shamasligi mumkin. Siz qachonki o'zingiz qilib namuna ko'rsatasiz, farzandingiz shunda sizdan ko'chiradi. Shuning uchun hozirgi kunda endi faqat boylar o'qiydi, puli borlar o'qiydi, repetitorlikka bora oladi, boshqa degan bu shunchaki bahona bo'lib qolyapti. Internet, ijtimoiy tarmoqlarda bepul kontentlar boshqa juda ko'p, faqat uni bolasi bilan dars qilishga ota-ona tayyormi? Endi bola to'g'ri mas'uliyat his qiladigan, shunday muhitda tarbiyalangan bolalar bo'ladi, u qo'shimcha o'zi o'rganib alohida natija ham qayd etishi mumkin. Yaqinda masalan o'sha Buxoroda shov-shuvga sabab bo'lib butun zo'r natija qayd etgan Buxorodagi SAT o'quvchisi masalan o'zi mustaqil o'qib, onlayn o'qib o'sha SATdan eng maksimal ballni qo'lga kiritdi va hamma joyda shov-shuv bo'ldi. Bunday bolalar juda kam. Joyi kelganda ular bilan balkim dars qilish kerakdir, lekin ota-ona o'shanga tayyormi? Afsuski bu masala bo'yicha jiddiy savollar ko'p. Men aytayapman 70-80% ota-ona farzandi bilan to'g'ri muloqot qila olmaydi. Oddiy farzandlar bilan oddiy katta odamlardek gaplashish kerak. Ularni xohishini kelib chiqib faqat to'g'ri yo'nalish ko'rsatib turib, bu xato, bu to'g'ri. To'g'ri yo'nalish ko'rsatib, uni urib, zug'um qilib, buni qilishing kerak, buni qilmasliging kerak yoki baqirib, chaqirib, u bilan tarbiyalab bo'lmaydi. O'tirib jiddiy gaplashib olinsa, farzand ham o'shandan katta tarbiya oladi. Buni yechimi shunday. Tushunarli ustoz. Va mana pastki qatlam egalarida, farzandlarida hozirgi paytda kuzatishimiz mumkin. Bozorlarda yoki har xil qisqa muddatli yoki kunlik ishlarda farzandlar yoki yosh bolalar ishlab pul topishmoqda, ta'limga e'tibor bermasdan. Bu holatni ko'rsangiz qanday holatga tushasiz va bu haqida fikringiz qanday? To'g'risi juda ham alam qiladi. O'qishni tashlab kunlik daromad topishga chiqib ketgan bolalar haqida juda alam qiladi. Qanday o'zi o'shalar oldimdan chiqsa yoki o'shalar oldidan o'tib ketsam, to'g'ri hammasiga ham yordam berish imkoniyati bo'lmaydi. Shu bo'g'zimdan bo'g'ib olganday bo'ladi-da. Chunki u juda umrini o'zgartirishi kelishi mumkin bo'lgan maktab darsxonasidagi vaqtlarini o'sha oddiy kun o'targa pul topishga majbur bo'lyapti. Bunga birinchi navbatda ota-ona aybdor hisoblanadi. Ota-ona o'sha sharoit yaratib bermagan yoki bo'lmasa farzand tarbiyasiga qaramagan deya olmayman. O'rda nazoratsizlikdan qilyapti deb o'ylamayman. Masalan o'qiganda kim bo'larding yoki bo'lmasa ta'lim olib kelajagini qurishiga bolasiga o'shani ham tushuntirib bera olmaydi-da. Xohlaymizmi, yo'qmi, farzandi voyaga yetguncha farzand tarbiyasi ta'lim olishi uchun ota-ona asosiy mas'ul hisoblanadi. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Bunda ota-ona asosiy tashabbuskor bo'lish kerak. Bu to'g'rilashimiz kerak va o'z vaqtida hamma narsani o'z vaqtida bo'lgani yaxshida. Maktab davrini o'z maktab sinfxonalarida o'tkazgani yaxshi.
Xo'p, ustoz, hozirgi paytda ota-onalar va farzandlar o'rtasida bir muammo kuzatiladi. Ya'ni ota-onalar o'zining farzandini boshqa muvaffaqiyatli va natijali farzandlar bilan yoki boshqa qo'shnini bolasi bilan yoki o'zini tanish bilishani bolasi bilan solishtiradi. Bu qanchalik to'g'ri? Bu farzandning motivatsiyasini tushirib qo'ymaydimi aslida? Farzandlarni solishtirish yoki o'zini boshqalar bilan solishtirish eng yomon narsa. Sababi har kim iqtidoriga qarab natija qayd etadi. Bir xil auditoriyada tahsil olishi mumkin, kimdir undan 2 barobar kam natija ko'rsatishi mumkin. Lekin kelgusida u yaxshi shaxs bo'lish uchun o'sha ham yetarli bo'lishi mumkin. Masalan, IELTSdan 8 oldim deydi, 8,5 oldim deydi. Sinfdoshing olibdi, sen nega ola olmading? Xo'p, sinfdoshi uni salohiyati bordir, iqtidori bordir. O'quvchiga o'zi 6 ham yetib ortadi. Aslida O'zbekiston talabi bo'yicha, o'sha hattoki chet elda o'qish bo'yicha ham, chet elda umuman o'zi ingliz tilining darajasiga e'tibor berilmaydi. Ma'lum bir pog'ona qo'yiladi va uni yuqori balga e'tibor berilmaydi. Lekin bu farzandni kamsitishga kirib qoladi. Yoki bo'lmasa o'zini ham solishtirish. Ijtimoiy tarmoqlardagi odamlar yaxshi hayotini odatda ijtimoiy tarmoqqa yaxshi tomonini ko'rsatadi, lekin uni odam bilan gaplashsangiz, undan 10 barobar ko'p muammosi bo'ladi. Hammani yaxshi hayoti ijtimoiy tarmoqda turibdi, men nimaga shu yaxshi hayotda yashay olmayman? Nega chet elda zo'r joylarda dam ola olmayman yoki nega menga hammasi zo'r degan narsa. Bu o'ziga nisbatan motivatsiyasini o'lishiga, demotivatsiya bo'lishiga yoki bo'lmasa tushkun kayfiyat bo'lishiga, bu har tomonlama zarar. Nafaqat farzandlarni o'zida ham boshqalarga umuman solishtirmaslik kerak. Shunchaki o'zini o'tgan kuni yoki farzandini o'tgan kuni bilan hozirgi kunida o'sish bormi? Bor. Bitta yaxshi statistika bor-ku. Raqam, xo'p, 4 agar 3-4 bo'lgan bo'lsa yaxshi. Agar 5-4 ga bo'lgan bo'lsa, u yomon. Shunga qarab, avvalgi holatiga nisbatan o'sish bo'lyaptimi? Bu yaxshi ko'rsatkich sifatida qarash kerak, solishtirish noto'g'ri hisoblanadi. Albatta, ustoz, hozirgi paytda o'zi yoshlar o'rtasida ham eng katta muammo, ya'ni kimdir 17 yoshida ota-onasiga haj umra ziyoratini sovg'a qilibdi yoki kimdir shu yoshida 20 yoshida mashina sotib olibdi, kimdir bu yoshida mana bu universitetda xalqaro yo'nalishda natija qilibdi degan har xil yoshlardagi muammo bor. O'zi yoshlarga bu holatda, ya'ni o'zini demotivatsiya bo'lmasligi uchun va hozirgi kunidan shukr qilish uchun nima maslahat berasiz? Ya'ni hozirgi kuni ham o'zi aslida zo'r bo'lishi ham mumkin, lekin buni yosh avlod o'zida his qilmasligi mumkin. Shu haqida fikringiz? Eng asosiysi, yuqorida bu maslahatni bir qismini aytib o'tdim. O'zining avvalgi kuniga nisbatan yaxshi holatdami yoki yaxshi ishlar amalga oshiryaptimi? O'tgan kungi, undan oldingi yoki avvalgi yillarga nisbatan hozirgi kundagi holati, o'sish, rivojlanishda e'tibor qaratish kerak va shu o'z yo'lida davom etish kerak. Masalan, hozir tengqurlarim kabi pul topaman deb ayni o'qiydigan yoshda pul topishga qiziqib ketish eng noto'g'ri jihatlardan, chunki vaqti kelganda o'sha bilim kerak bo'ladi, lekin vaqt topilmay qoladi-da. Shuning uchun hamma bosqichdagi ishlarni o'z vaqtida bo'lgani yaxshi va eng asosiysi ijtimoiy tarmoqda faqat yaxshi tomonni ko'rsatadigan obrazlardan namuna olmaslik kerak, o'zini solishtirmaslik kerak, oddiygina ularga e'tibor bermaslik kerak. O'zini hayoti bilan yashash kerak. Hamma o'zini hayoti uchun javobgar hisoblanadi, o'zining natijasini, o'zi taqdirini o'zi qura oladi. Shuning uchun yoshlarga faqat o'zini natijasini yaxshilashni maslahat bergan bo'lardim. Tushunarli. Ustoz, muvaffaqiyat siz uchun nima? Muvaffaqiyat, siz hayotda har jabhalari bor. Siz ota-onangiz uchun, oilangiz uchun, jamoangiz uchun, karyera, hamma sohada o'z avvalgi kuningiz, hozirgi kuningiz, oxiratingiz uchun hamma ishlar me'yorida boryapti.
qaysidir jabha uchun qaysidirdan voz kechib yubormadingiz. Kerak bo'lsa do'st o'rtoqlarda ham sizda haqqi bor, kerak bo'lsa ular bilan ham muvozanatda hammasini bir xilda saqlay olish va eng asosiy ularni ijobiy tarzda saqlab qolib va kundan kunga yaxshi natijalarga erishish. Bu eng asosiy muvaffaqiyat hisoblanadi. Siz qaysidir sohada muvaffaqiyatga erishasiz, lekin selay rahimni qarindosh urug'ingizdan chiqarib qo'yishingiz mumkin. Yoki bitta zo'r keysni aytib beraman. Bu bo'lgan voqea. Samarqand viloyati, adashmasam, Qo'shrabot tumanida bo'lgan bu voqea. Bir olim inson Toshkent shahrida juda katta olim darajasigacha erishgan. Keyin hamkasblari bilan borganda keksa onasi ko'rishni xohlamagan. Bu juda alamli darajada, ya'ni u olim bo'laman deb odamgarchilikni esdan chiqarib qo'ygan. Buni o'sha guvoh bo'lgan ustozimiz aytib beryapti. Bu haligacha menga juda katta ta'sir qilgan. Rustam deydi, onasi bilan o'g'lini yarashtirdik deydi. U o'sha Toshkentda ishlayman, olim bo'laman deb o'sha hattoki onasiga e'tibor bermay qo'ygan. Balkim yillar davomida xabar olmagan. Aynan o'sha hodisadan keyin aytilyapti. O'sha olim og'aynimiz oradan adashmasam o'sha vaziyatda yoki bo'lmasa xullas olim inson olamdan o'tdi. Uni asosiy faoliyati Toshkentda davom etgan. Lekin u o'zini vasiyati bo'yicha viloyatda janoza o'qildi. Eng alam qilarlisi, olim odamni janozasiga yetarli odam unchalik yig'ilmayapti. Hattoki tobutini ko'tarishga yetarli odam yo'q. O'shanda ustozimiz shunday maslahat beryaptiki, agar o'sha mahallani bironta o'g'risi vafot etganida o'sha mahalla uni bunchalik darajada yolg'izlatib qo'ymas edi. Bu juda alam qilarli yoki bo'lmasa u qaysidir sohada muvaffaqiyatga erishishi mumkin, lekin qaysidir jihatlarni unutib, unga ters ta'sir qiladigan bo'lsa, bunday muvaffaqiyatni keragi yo'q-da. Shuning uchun imkon qadar harakat qilish kerak. To'g'ri, hamma sohani ideal tarzda bunday ushlab bo'lmasligi mumkin. Lekin hayotimizda bo'layotgan voqealardan kelib chiqib bu o'tkinchi dunyoda imkon qadar hammasini balansda ushlashga harakat qilishimiz kerak. Sog'lik ishni deb, karyerani deb sog'likni unutsak, ertaga bizni salomatligimizni ushlab qoladimi? Yoki bo'lmasa bizni mansabga erishdik, muvaffaqiyatga erishdik deb zulm o'tkazsak o'sha kasbimizdan, ertaga u lavozimda tushgandan keyin qanday qaraymiz o'sha xalq ko'ziga yoki oddiy insonning ko'ziga? Shuning uchun muvaffaqiyat deganda erishib qolgan muvaffaqiyatidan o'zidan ketib qolmasdan boshqa soha hamma jabhada me'yorida, balansda bo'lgani yaxshiroq deb o'ylayman. Shuning uchun bitta sohadagi muvaffaqiyatni deb ikkinchi sohadagi hamma narsadan voz kechib borish bu to'g'ri emas. Shunda hayotni bir g'ildirak deb olsak, undagi har bir burchaklarini to'g'ri olib borsak, uzoq yo'lga borishimiz ehtimoli katta bo'ladi. Albatta, albatta. Ma'lum bir jihatda zo'r bo'lsak, bu bizning minusimizga ishlashi mumkin. Albatta. Ustoz, endi keling, ota-onangiz haqida aytib bersangiz va sizni hozirgi kungacha erishgan muvaffaqiyatlaringizga, natijalaringizga qanchalik katta foydalari tegishgan? Men Navoiy viloyati Navbahor tumanida oddiy dehqon ishchi oilasida tug'ilganman va bundan faxrlanaman. Otamiz, rahmatli dadamiz o'sha yillar davomida juda katta bobo dehqon bo'lgan. Juda katta umrini o'sha fidokorona mehnat qilib, halol mehnat bilan, halol luqma bilan boqqan va eng asosiysi umrini oxirigacha bizlarni duo qilib o'tgan. Onamiz ham hozirgi kungacha bizni duo qilib turadi va eng asosiysi o'sha bizni birinchi o'rinda har bir qadamimizdan
duo qilib xavotirlanib kerak bo'lsa o'zingni o'qqa cho'qqa uraverma, salomatligingni o'yla deb bizlarni ta'lim tarbiya olishimiz uchun hamma sharoitni yaratib bergan va hozirgi kundagi muvaffaqiyatlarimizni asosiy sababchisi ota-onamiz. Sababi o'sha 20 yildan ko'proq vaqt oldin o'sha qo'shimcha repetitorga tayyorlanib o'qishga kirishimiz bo'ladimi yoki oilada sharoit yaratib berish masalasi bo'yicha yoki bo'lmasa o'sha ayni o'sha repetitorlik bosqichida uy xo'jalik ishlariga yordam berish masalasi bo'yicha hamma imkoniyatlarni qilib bergan va hozirgi kunda shu qo'llab-quvvatlashlar natijasida ushbu muvaffaqiyatlarimizni zamirida birinchi o'rinda ota-onamizni hissasi bor deb bilaman va shunday ota-onam bo'lganligidan men juda faxrlanaman va eng asosiysi joyi kelganda rahmatli dadamizni qattiqqo'lligi ham bo'lgan, yoshlikdagi sho'xliklarimiz uchun hozirgi kunda to'g'risi o'sha kaltaklarni sog'inib eslaymiz. Xivich bilan qaniydi o'sha kaltaklar hozirgi kunda ham shu kaltaklash bo'lganda edi, buni sog'inib eslaymiz va bu o'sha to'g'ri, jazolash hozirgi kunda yoshlarida bu ota-ona jazolasa ham yomon ko'rib qolishi mumkin, lekin o'sha paytda to'g'ri yo'l tanlashimiz uchun u og'ir jazo bo'lmagan. Shu joyda bitta zo'r keysda aytib beraman. Hattoki bir endi sho'xlik qilib boshqa bo'lib agar biza jazolanishimiz kerak bo'lsa, rahmatli dadamizni bitta taktikasiga besh ketaman. Kechki endi kuni bo'yi shu muammo bo'lgan bo'lsa, kechqurun bizni ovqatlantirgandan keyin jazolar ekanda. Agar ertaroq jazolab qo'ysa, xafa bo'lib ovqatlanmasligimiz mumkin. Shunday bo'ladi endi yoshlarda. Hattoki ovqatlarimizni bo'lishimiz kutib o'sha jazolar ekan va ularni jazolashi bizning mana shunday muvaffaqiyatimiz uchun zamin bo'lgan va o'sha yerda ham hattoki jazolash vaqtida ham ota-ona o'zini farzandini kelajagini o'ylagan yoki sog'ligini o'ylagan. Mana shu jarayon bo'yicha men haligacha o'sha damlarni to'g'risi juda ko'p sog'inaman. Gap ochig'i o'shanda yo'l yo'riq ko'rsatish boshqa masala bo'yicha. Ustoz, bizda ham aynan yoshlarda kuzatiladigan muammo ota-onamiz tergasa yoki bizga to'g'ri maslahat berib, ko'p urushib yoki to'g'ri yur yoki noto'g'ri yursan deb maslahat bersa yoki tergasa, biz yoshlar ma'lum bir ko'p bo'lsa, ya'ni ko'p maslahatlar bo'lsa, yomon ko'rib qolishimiz mumkin. Lekin aslida bu bizning foydamizga ishlash ham mumkin aslida 100%. Va aytib o'tyapsiz, ota-onam tomonidan jazolar ko'p bo'lgan va ya'ni bu hozirgi muvaffaqiyatlarim sirlari ham o'shanda deyapsiz. Va shu asnoda hozirgi yoshlarga mana ota-onasi tergasa yomon ko'rishi mumkin yoki to'g'ri yo'nal ko'rsatsa qabul qilmasligi mumkin. Aslida yoshlarga bu bo'yicha nima maslahat berasiz? Yuqoridagi ozgina fikrimni to'g'rilab o'taman. Ya'ni jazolash ko'p bo'lmagan. Onam-ku juda mehribon, deyarli jazolamagan. Dadam bo'lsa o'sha hayot davomida bo'lsa 3 marta, 2 martami unda ham mana xivichcha bilan jazolash nasib bo'lardi. O'shanda yuqorida aytganimdek, kechki ovqatni qildirib, qorin to'qligiga ishonch hosil qilgandan keyin shunday taktikalari bo'lgan. Endi ota-ona hech qachon farzandini yomon bo'l deb jazolamaydi. Imkon qadar hozirgi kunda bola tarbiyasini o'z vaqtida to'g'ri olib bormaganligi natijasida, hattoki mana o'quv markazida kelgan o'quvchilar voqeasidan bilamiz, hattoki 7-8-sinfdan keyin ota-onaning gapiga kirmay qo'yishadi. 10-11dagi deyarli kirmay qo'yishadi. Ota-onasining gapiga aksariyat 90% undan ham ko'p holatlarda. Buning uchun ota-ona bilan ochiq gaplashib olishga harakat qilish kerak. To'g'ri, boladan bu tashabbus chiqmasligi mumkin, lekin ota-onalarimiz bunga tayyor bo'lish kerak-da. Ota-ona farzandi bilan ochiq, oshkora gaplashib olib, bu masalani adolatli, eng asosiysi adolatli bo'lsa jazolash ham. Bola nohaqlikni his qilmasligi kerak. Va
Endi jismoniy jazolashda o'zi men maslahat bermayman joyi kelganda. Endi shunday gap so'z bilan yoki madaniyat bilan jazolash uchun endi ota-onalarimizga ham o'sha salohiyat yetarli bo'lishi kerakda. Endi bolalarga kelgusida hayot zarbalari hech narsa bo'lmay qoladi ota-onani bu jazolashlarini oldida. Agar ota-ona yaxshi farzandiga doim yaxshilik tilaydi, yaxshi farzand bo'lsin degan ma'noda tarbiyalashi mumkin, lekin buni ota-onadan xafa bo'lmaslik kerak va bu maslahatlarga yoki bo'lmasa bu jazolashlardan to'g'ri xulosa chiqarsa, kelgusida hayotda shafqatsiz jazolanishlari oldida ancha o'zini himoyalagan bo'ladi. Hayot zarbalari ancha og'ir bo'ladi. Albatta so'z. So'z mana yoshlarni avvalgiga nisbatan hozirgi paytda ta'limga bo'lgan qiziqishi past deb hisoblayman va buni hattoki mana oliy ta'limga topshirilgan imtihonlar va shular ham natijalar ham o'z ko'rsatishmoqda. Va mana yoshlarni ta'limga bo'lgan motivatsiyasini oshirish uchun nimalar qilishni maslahat berasiz pedagog jihatida, sifatida va ota-onalar nima qilishlari kerak? Bolalarga ta'limga bo'lgan motivatsiya. Bolalarda ta'limga qiziqishiga pasayib ketganligining asosiy sababi kattalarda. Ya'ni birinchidan maktab auditoriyalaridagi darslar o'zi bola qiziqadigan darajada o'tilyaptimi? Hozirgi kunda alfa avlod deymiz, Z avlod deymiz, hozir X avlod, Y avlod, ularda endi eski tizimdagi dars metodlari bilan ushlab turib bo'lmaydi-da. Ularda ham bo'lishi mumkin 5-10%, 15% o'quvchini. Lekin mana hozir kreativ yondashuvlar, masalan shu o'rinda aytib o'tish kerak, masalan ijtimoiy tarmoqda muhandis D degan alohida profil juda ommalashdi. Maktabda siz uchun oddiy savol, eng qiziq, eng qiyin va zerikarli fan qaysi fan bo'lgan? Tarix va matematika. Tarix va matematika. Menimcha matematika bo'lsa, fizika undan-da zerikarli yoki ximiya undan-da zerikarli bo'lgan bo'lsa kerak-da, masalan. Matematika, ximiya yoki fizikaga nisbatan ancha osonroq fanda. Aynan o'sha muhandis D degan loyiha aynan o'sha fizikani shu darajada kreativ yondashuv bilan ishlayapti. Alohida rahmat aytaman ularga va hozirgi kunda yuqorida aytganimdek muzey haqidagi tasavvurimni parchalab tashladi dedim-ku, fizikani o'rgatish haqidagi metodlarni parchalab tashlagan yoshlardan bo'ladi. Va aynan o'sha fanlarni, tarixda sizda qiziqishingizga kerak bo'lsa, shunday pedagogga tushsangiz, sizda eng sevimli faningiz tarix bo'lib qoladi. Bu fandan bolalarda ayblamaslik kerak. Undan oldin kattalar o'zi aybni o'zidan qidirsa, pedagogdagi eskicha yondashuvlardan voz kechishimiz kerak. Yangicha yondashuv, kreativ qancha narsalar kirib kelyapti. Keyin yana eng asosiy masala yoshlarda saviyasiz yoki bilimsizligini oliy o'quv yurtlariga kirishdagi statistika bilan o'lchamaslik kerak. Birinchidan, statistika o'sha oliy o'quv yurtidagi ballarni imtihon tizimini o'zi qay darajada adolatli. Men juda ko'p davralarda qayta aytdim, haligacha aytaman. Ko'p bu takrorlashdan charchamayman. Oddiygina misol, IT kasbini egallash uchun eng asosiy qaysi ikkita fan yoki kasb o'sha fanda o'qish kerak? Maktab bosqichida masalan. Fikrim bo'yicha matematika, fizika va tanqidiy fikrlash yoki informatika bo'lishi mumkin. Ingliz tilini kerak deb hisoblaysizmi, yo'qmi? Albatta, ingliz tili. Ingliz tilini nechinchi o'ringa qo'yasiz? Agar haqiqatda dasturlar ingliz tilida bo'lsa, birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda qo'yasiz. Xo'p, nega bizada Toshkent axborot texnologiyalar universitetida, O'zbekistonda eng fundamental universitetda kirish imtihonida 5 ta fan bor. Nega ingliz tili yo'q? Hozirgi kunda o'zi butun O'zbekiston bo'yicha yoshlar ingliz tilini o'rganib, yo matematikani o'rganish trend darajasiga chiqib bo'ldimi? Albatta. Nega o'sha yoshlarni o'ziga jalb qilish bo'yicha institut ishni qilmayapti deyarli. Bu tizim necha yildan beri o'zgarmay kelyapti. Keyin o'shanga qiziqmaydigan bolalar borgandan keyin yoki o'sha xo'p, kerak bo'lsa 8 bor. Chet elda institutlari grant beryapti. 50-100 ming dollar
turadigan yillik kontrakt bor ingliz o'sha matematika o'sha ingliz tili biladigan bolaga grant beryapti. O'zimizda Toshkent axborot texnologiyalari universitetiga topshirsa ingliz tilidan 1 ball ham bermaydi. Grant tugul 1 ball bermaydi. U adolatdanmi? IELTS sertifikatli yoshlar uchun. IELTS sertifikatli. Xo'p, bor deb ko'krak kerishi mumkin, lekin bor, yo'q emas, lekin Toshkent axborot texnologiyalari universitetini iqtisodiyot, menejment yoki buxgalteriyaga ixtisoslashgan iqtisodiy yo'nalish bo'yicha. Aynan dasturiy injiniring yoki mana O'zbekistonda hozir prezidentimiz qayta aytayotgan O'zbekistonga muhandislar yetishmayapti. Nega muhandislik kasbi? Xo'p, texnika universitetlari bo'yicha, texnika universitetlar, texnik yo'nalishlar, injenerlik, muhandisliklar yo'nalishlar bo'yicha birontasida ingliz tili yoki chet tili fanlaridan imtihon yo'q-ku, 1 ball ham bermaydi-ku. Xo'p, yoshlar o'sha dasturlashga qiziqadi, chet tilga qiziqadi, lekin hamma ota-ona hozir bolalarni chet tilini o'qisin deyapti. Bu yaxshigina trend darajasiga chiqyapti. Lekin saralash bosqichida u bolaga 1 ball ham bermayapmiz-ku. Ya'ni Nohaqlik emasmi bu bolaga? Aylisi bor bolaga chet el grant beraman deb o'tirgan paytda biz 1 ball ham bermasak o'sha fanda o'qiganligi uchun. Bu imtihon tizimimiz o'zi qay darajada adolatli degan, bu tanqidiy ko'rib chiqishimiz, zudlik bilan tanqidiy ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan islohotlardan biri. Afsuski, bunda ham kechikyapmiz. Demak, bizga ko'zimizga ko'rmayapti, lekin bu aslida juda katta muammo. Ya'ni Albatta. kelajakda albatta katta muammolarga Xo'p, u chet el grant beraman deb o'tiribdi. Masalan, tasavvur qiling, aylisi o'sha dasturchi qiz chet elga ketaman deydi, 7,5-8 bordir. Ota-ona lekin qiz bolani yuborishga xavotirlanadi. Qo'ymaydi. U o'sha o'zimizni institutga topshiraman desa, u 1 ball ham bermasa. Qani bu yerda adolat mezoni? Mayli, siz keraksiz fanda talab qilyapsiz deyishingiz mumkin, lekin bu gapingizda asos yo'q-da. Chunki xalqaro dasturchi bo'lish uchun til bilish eng muhim talablardan bittasi-ku. Albatta. O'sha imtihon jarayonlarimizda o'zi adolatli emas-da. Buni ham to'g'rilab qo'yishimiz kerak-da. O'sha zamonaviy fikrlaydigan, yuqori ball oladigan bolalarni o'zini jalb qilishimiz kerak-da. Xo'p, o'sha ballni 30 ballni qo'shib berish yoki boshqa ballni qo'shib berish hisobiga o'sha o'tish ballari ham ko'payadimi, ko'tariladimi? Nega faqat yoshlarni ayblaymiz? O'zimizdagi katta ayblar ko'rinib turibdi-ku, bu narsani men 5-6 yildan beri rasmiy tarzda ham aytib kelamiz, taklif sifatida ham aytib kelamiz, lekin bu haligacha tushunib yetilmayapti. Eng qizig'i yechimi bilan ko'rsatib berilyapti bu islohotlarni. Albatta. Keyin ustoz, bizda oliy ta'lim tizimi testlarida, davlat test markazimi testlarida ma'lum bir tizim yo'q. Ya'ni 1 yili 5 ta imtihon, 5 ta fandan, 1 yili 2 ta fandan, 1 yili 5 ta universitetga, 1 yili 1 ta universitetga va avvalgi imtihon topshirganlarda ham shunday noroziliklar kuzatilganki, nega biz bitta universitetga topshira oldik? Nega biz vaqtimizda 5 ta universitet yo'q edi? Ya'ni unda ham ma'lum bir mutaxassis bu o'zini qiziqqan sohasidan ketib qolgan bo'lishi mumkin-da, yuqorida aytib o'tganingizdek. Shunda mana biz tizimlashimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ya'ni haqiqatda o'quvchi ma'lum bir tizimda shu fanni o'qiydi va keyingi yo'nalishlarda ham mana bu imtihonlarni olib o'tadi va bu tizim o'zgarmaydi. Ya'ni imtihonga kirish uchun, oliy ta'limga kirish uchun. Va bu nima? Shunda har yili o'zgarib boraveradimi? Analashmaydimi demoqchiman. Muammo boshqa tomonda. Muammo uni zamonga qarab o'zgarishi tarafdoriman men. Masalan, kechagacha SAT degan xalqaro sertifikat yoki imtihonni hech kim deyarli inobatga olmas edi. Lekin hozirgi kunda yoshlarni xo'p, bizlarda test asosida olamiz. U testga tayyorlanish o'quvchini robot qilib qo'yadi. Bizlarda jamiyatimizga fikrlaydigan, tanqidiy fikrlaydigan, mantiqiy fikrlaydigan, xulosa chiqaradigan jamiyat a'zolari kerak, kadrlar kerak. U robot qilib faqat testni yodlab, testni formulaga qo'yib ishlab bo'ladigan u tizimda o'zi to'g'ri emas o'zi aslida test tizimini o'zi. Lekin o'sha xalqaro zamonga qarab uni islohot qilib borish yaxshi. Faqat degan tomoni bor. Islohotni qancha vaqt oldin e'lon qilyapmiz bizlarga. O'sha tomoni eng muammoli bo'lyapti. Masalan,
ertaga 5-6 oydan keyin bo'ladigan imtihonga bizlar 2 oy qolganda islohot qilyapmizda, o'zgartirib tashlayapmiz. U bola 1 yil, 2 yildan beri tayyorlangan bo'lishi mumkin. Biz uni kerak bo'lsa 1 yil emas, kamida 2 yil oldin e'lon qilishimiz kerak. Mana shu o'quv yilidan boshlab imtihonlarga bu fan qo'shiladi, bu fan olib tashlanadi. Yoki bo'lmasa bu tartibda tayyorgarlik ko'ring degan ma'noda bizlar hech bo'lmasa 1 yil oldin, bo'lmasa undan-da oldin, qaniydi 2-3 yil oldin e'lon qilsak o'sha narsani. Muammo mana shu tomonda. Chunki test tizimini bir xil qilib qoldirish tarafdori emasman. Mana chet elda enslari yaqinda o'sha xorijiy safarda ko'ryapmiz. Amerikani universitetlarida imtihon olish umuman ularni vakolati emas, qiziqtirmaydi. Xo'p, sen o'qishga kirmoqchimisan? Bo'ldi, mana shu 2 ta sertifikatni olib kel deyapti. Xo'p, bo'ldi, kirasan, shunga qarab kirasan, eng topini oladi. Xo'p, sen grant olmoqchimisan? Bo'ldi, portfolio boshqa qilgan ishlaringni ko'rsat deyapti. U o'sha test imtihon haqida umuman bosh qotirmayapti. O'sha xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan ishonchli testlarni o'zi tan oladi. Shu asosida asosiy muammoni yechgan. Bizlar u qo'pol qilib aytganda poda effekti sifatida test bilan haligacha ushlab turishga harakat qilamiz. Buni umuman erkin qo'yish kerak va adolatli yo'lga qo'yish kerak. Eng asosiy masala shunda. Tushunarli. Ustoz, hozirgi paytda aynan yoshlarda kuzatilayotgan muammolardan bittasi maqsad qo'yish bo'yicha muammolar va hammaning o'ziga yarasha fikri bor bu borada. O'zi yoshlar nimaga qarab maqsad qo'yishlari kerak va maqsad va orzuni farqi nimada? Dastlab maqsad va orzuni farqi. Orzu, masalan, o'qish, ta'lim bilan bog'laydigan bo'lsak, siz Amerikada o'qimoqchisiz yoki Yevropada o'qimoqchisiz, top 100 talikda yo top 10 talikda oliy ta'lim muassasasida o'qimoqchisiz. Bu orzu qilib qo'ydingiz. Lekin u uchun harakat qilib, ma'lum bir bosqichlardagi ishlarni bajarmasangiz, bu orzuligicha qolib ketadi. Siz o'sha orzu yo'lida ma'lum bir harakatlarni qilib, o'shani rejalashtirib, haqiqiy harakatni boshlasangiz, bu orzuyingiz sizga maqsadga aylanadi. Yoshlarga maslahatim, maqsadini katta-katta qo'yish kerak, qo'rqmaslik kerak. Va eng asosiysi orzuni maqsadni katta qo'ygan bilan endi uni shunchaki maqsadga aylantirib orzuni harakatni jadallashtirish kerak. Juda ko'pchilik orzuni qilib qo'yadi, lekin uni maqsadga aylantirmaydi. Amaliy bironta harakat yo'q, keyin o'zi norozi bo'lib yuradi. Eng asosiysi bitta hadisda ham bor, adashmasam, sizga fikringizga keladigan fikr xayolingizga keladigan narsalarni siz bajara olasiz. Mazmuni shunday, qisqacha mazmuni, ya'ni siz bajara olmaydigan narsalarni sizga tasavvur qildirtirib qo'ymaydi. Sizga orzu qildirtirib qo'ymaydi. Siz demak o'sha orzu yoki maqsadga fikr qildingizmi, o'sha orzungizni maqsadga aylantiryapsizmi, demak buni siz eplay olasiz, uddalay olasiz. Men ham juda ko'p ko'rganman. Masalan, oddiy sharoitdan kelib chiqib, uni maqsadi chet elda o'qishmi, chet elda ishlashmi, top universitetlarda o'qishmi yoki Xitoyga borib o'qishmi, Yaponiya, Koreya, Amerika, Britaniya harakat qilgan, maqsadi uchun harakat qilganlar albatta bu maqsadiga erishgan. Bugun bo'lmasa ertaga bo'lmasa indin kuni. Lekin baribir erishgan. Haqiqiy maqsad qilib harakat qilganlar. Shuning uchun eng asosiysi shunga harakatni susaytirmasa, shunga jiddiy harakat qilinsa, har qanday maqsadiga erishish mumkindir. Faqat endi utopik darajada amalga oshmaydigan orzularni qilib qo'ymaslik kerakda. Sal real hayotga yaqin bo'lgan orzular bo'lsa, eng o'shani maqsadga aylantirish kerak va bu yo'lda tinmay harakat qilish kerak. O'qib ulg'ayish, o'qib o'rganish, ta'lim olish bu hamma muammolarimizni yechimi. Shuning uchun ham yuqorida ta'kidlaganimizdek, jamiyatimizdagi mana shu muammo, og'riqlarni ko'rganimdan keyin menga boshqa sohalarda
ishlash umuman qiziq bo'lmay qolgan va o'sha o'quv markazimizda bo'ladimi, xususiy maktabimizda, texnikumlarimizda har bitta yoshga yo'l yo'riq maslahat ko'rsatib, uni muvaffaqiyatga erishganimdan men juda katta kuch olaman, kuch energiya olaman. Shuning uchun, chunki u ertaga buyuk shaxs bo'lib, jamiyatimizga qancha foydasi tegishi mumkin. Shu muvaffaqiyatida bizni ham ma'lum bir darajada hissamiz borligidan men eng asosiy energiya, eng asosiy kuchni shundan olaman va o'zimni shu sohada baxtliman deb hisoblayman. Demak, kasbingizdan faxrlanasiz. Albatta. Xursandman. Ustoz, va bizda mana yoshlarimizda, mana yoshlarda kuzatiladigan yana bir muammo bor. Ma'lum bir maqsad qo'yishadi. Agar unga erisha olmasa, kuchli harakat qilib unga erisha olmasa, taslim bo'lib qolishadi yoki hayotda qandaydir qiyinchiliklari kelib qolsa, taslim bo'lib orqaga qaytishadi. Bu qanchalik to'g'ri va bu yo'ldan qaytmaslik uchun, o'sha maqsadga aniq erishish uchun siz nima degan bo'lar edingiz? Xo'p, ko'pchilik o'sha muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin taslim bo'ladi deysiz-ku. Men bitta zo'r hayotiy qoidam bor-da. Qandaydir bir muvaffaqiyatsizlik bo'lib qolsa, u o'qish, ish, boshqa jarayonda bitta fikrni miyamga keltirtiraman. Ya'ni bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku. Bironta muvaffaqiyatsizlik duch kelib qolsa, bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku deganda bir 5 sekund bundan battar jarayonda fikr keltirib olamanda, o'shanda Xudoga shukr qilaman, o'shanday muvaffaqiyatsizlik bo'lmadi-ku. Yoki o'shanday jarayon bo'lmadi-ku. Bu hozirgi muvaffaqiyatsizlik juda arzimagan narsa ekanligini o'zingizda ishonch hosil qilib, keyin o'shani yana yo'lda davom ettirishingiz uchun juda zo'r kuch bag'ishlaydi sizga. Ya'ni bundan ham battar bo'lishi mumkin edi-ku degan ma'noda bitta xulosa qilib olish kerakda, bo'ldi. Hozirgi muvaffaqiyatsizlik vaqtincha ekanligi va bu maqsadga albatta erishish uchun tinimsiz harakat qilish buni yechimi ekanligini ko'rish kerak. Aytayapmiz-ku, kimdir bitta natijaga bir oyda, bitta urinishda erishishi mumkin, kimdir 3-5 urinishda. Uni salohiyatiga bog'liq, uni mehnatiga bog'liq, uni tajribasiga bog'liq, uni xarakteriga bog'liq va eng asosiysi o'sha hayotiy bosqichlariga bog'liq. Shuning uchun oldingi sizni tengqurlaringiz ko'proq muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa, o'zini hech qachon ayblamaslik kerak. Ozgina harakat qilsa, chekinmasa. Eng asosiy chekinmasa, har qanday maqsad aytayapmiz-ku, fikrga, xayoliga keltirmagan narsaga o'zi fikr qildirib qo'ymaydi. Demak, sizga orzungizga shu fikr keldimi, maqsadingizga qildingizmi, demak siz unga erisha olasiz. Uni oddiy qarash kerak, faqat chekinmaslik kerak. Tushunarli. Ustoz, agar sizda shunday imkoniyat bo'lganida, ya'ni butun O'zbekiston yoshlariga, ta'lim sohasidagi mutaxassislarga, ota-onalarga va pedagoglarga maslahat berish imkoniyati bo'lganida, nima maslahat berar edingiz? Ya'ni tasavvur qiling, sizni butun O'zbekistondagi mana shu insonlar eshitib turibdi. Endi maslahat berish hali tajribamiz kamlik qilishi mumkin, lekin ayniqsa pedagoglarga yuqorida bu maslahatimda aytib ham o'tdim. Nafaqat maslahat, iltimosim shu sohada boringizni berib ishlashimiz kerak. Bizlar qachonki o'sha chet elda men endi sal uzayib qolish mumkin javobimiz. Men favqulodda vaziyatlar vazirligida men nima uchun menga 3 marta harbiy ofitserlik lavozimi taklif qilinganda meni rad etganman. Bir kun shunday hodisa bo'ldi. Men u yerda bosh hisobchi bo'lib ishlayman va bizda omborxonadan mishok degan inventar chiqib ketyapti. Men hayron qoldim, bu qanaqa mishok? Nima uchun kerak bo'ladi? Qo'l qo'yib chiqarishim kerak. Bu dedi, mana shu Qozog'istonda yonib ketgan murdasini O'zbekistonga olib kelish uchun mishok qop ekan. O'sha narsa u yerda saqlanar ekan. Men xabarim yo'q ekan. Endi u juda ko'p inventarlar saqlanadi
o'sha meni ta'lim tizimiga butunlay o'tib ketishimga va barcha ofitserlik lavozimlarni tark etishim uchun juda katta turtki bo'lgan mana shu hodisa. Men u yerda harbiy bo'lib yoki bo'lmasa bosh hisobchi bo'lib bitta imzo qo'yib faqat o'zimga yordamim tegishi mumkin. Lekin men unaqa narsalar tarqatish uchun kelmaganman bu dunyoga. Men o'shalarda asosiy sababi bo'lgan o'shaga gastarbayterlik uchun yoki oddiy ish uchun ketmasdan ta'lim tizimini ozgina bo'lsa ham hissa qo'shish orqali, nimanidir o'zgartirish orqali, o'shalarda sonini kamaytirish orqali, muvaffaqiyatga erishtirish orqali bizlar o'shanday gruz 200 deydi. Chet eldan keladigan tobutlarni juda ko'p ko'rganman. Aynan favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida ma'lum bir vaqt ishlagan paytimizda o'sha biz hamkasblarimiz olib kelardi. Bu juda og'riqli qabul qilinardi va men o'sha 3 marta harbiy ofitserlik lavozimi taklif etilganda men rad etganman va to'liq ta'lim sohasiga, tadbirkorlik sohasiga, ta'lim sohasida tadbirkorlikka o'tishga to'g'ri kelgan, chunki davlat ta'lim sohasida hamma o'z xohishlaringizni qila olmaysiz. Xususiyda erkinlik bo'ladi, yaxshi muvaffaqiyatli yoshlar chiqarish uchun bu sizga imkoniyat bo'ladi. Shuning uchun har bitta ta'lim sohasidagi pedagoglarimizga ham maslahatim, ham iltimosimiz, o'z sohangizda, pedagoglik sohangizda yoki boringizda berib ishlang yoki bu sohani tark eting. Boshqa sohada bemalol ishlasa, o'z kunini o'tkazsa bo'ladi. Ta'lim sohasida kun o'tish uchun, vaqt o'tish uchun ishlanadigan kasb emas bu pedagoglik kasbi. Yoshlarimizga maslahatimiz, hozirgi kunda chalg'ituvchi, diqqatni chalg'ituvchi juda ko'p o'sha atrof muhitimizda narsalarga chalg'inmasdan juda katta maqsadlarni, orzularni qilgan holda, maqsadlarni qo'yib rejalashtirgan holda bu sohada chekinmaslikni iltimos qilib qolgan bo'lardim. Bizlarda hamma muammolarning yechimi ta'limda, usiz iloji yo'q va bunda sidqi dildan mehnat qilib o'zi uchun haqiqiy poydevor qo'yishda, hayoti uchun haqiqiy poydevor qo'yishda chekinmaslikni iltimos qilib qolgan bo'lardim hozirgi yoshlarimizdan. Tushunarli ustoz, mazmunli suhbat uchun rahmat, tashrif uchun rahmat kattakon. Xudo xolasa suhbatimiz albatta manfaatli bo'ladi yoshlarimiz uchun ham, ota-onalar uchun ham. Xudo xolasa kelgusi ishlaringizda albatta omad va muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat kattakon, charchamang. Salomat. Sizlarga ham alohida rahmat. Sog' bo'lingizlar. Shunday ta'lim sohasidagi yaxshi loyihalarda nasib bo'lsa bu ishlarimiz ham bardavom bo'lishini tilab, sizlarga ham muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat.